15 yillik farzandsizlik holatida urug' nol. Lekin moyagini bitta chiqsa, teza degan operatsiya bitta chiqsa, ichida g'ij millionlab urug'i bor. Turli energetiklar, spirtli ichimliklar, sigaretalar buni farzand ko'rishga qanchalik ta'siri bor? Doktorlarni qiladigan ishlarini men yomonlamoqchi emasman. Vijdon birinchi o'rinda demak. Yo'q, u chiqmaydi-ku. $5000 pulingni menga podarka olib ketmoqchimisan? Men yutaman, sen yutqizasan. Hamma narsa dori bilan bo'lmaydi. Dori bilan tuzalmaydigan kasallar ham bor. Deylik, farzandsizlikda erkak aybdor. Ayol qizlarni ham, bolalarni ham fikrini buzadigan narsa ko'p-da. Ayollar ko'p ham jamda ko'rib, birdan begona erkakka xohish uyg'onmaydi ayol. Operatsiya qilib kelgan, nima qilib kelganda men undan oldin 100 marta, 10 mingtasini ko'rib bo'lganman. Assalomu alaykum. Bugungi kunga qadar 30 mingdan ortiq oilalarga ota-ona bo'lishlik baxtini nasib etgan va qaysidir ma'noda sababchi bo'lgan reproduktolog Fayoz Aminov bilan suhbat quramiz. Ya'ni ularning qabuliga yozilish uchun bugungi kunda bemorlar 1 yildan 18 oygacha navbatda turishar ekan. Demak, ochiqlanmagan shaxsiy hayotdan tortib ana shu ishdagi detallargacha bugun sizdan javob kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Bugun ishdan keyin vaqt ajratib, sizlar uchun manfaatliroq nimadir qilaylik deb anchadan beri o'zi podkastlar ili qanaqadir ilmiy o'zimiz sohasidagi mavzulardan chiqib ketdik, faqat ish bilan bo'lib, bizani faqatgina qabulda emas, butun O'zbekistonni yoki Qirg'iziston, Qozog'istondan kuzatishadigan juda ham ko'p bemorlarimiz bor va shular uchun shu onlayn tarzda bo'lsa ham, shu video orqali bo'lsa ham o'zini qiziqtirgan yoki o'zini ichidagi, yuragidagi savollariga qaysidir ma'noda javob olsa, men o'sha video manfaatli bo'lsa, shu podkastimiz men xursandman. Vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga ham kattakon rahmat. Faqat savollaringizni bilmadim aytishdi, o'ta shaxsiy va avval berilmagan savollar deyishdi. Umuman tayyorlanganim yo'q va savollarni umuman bilmayman. Endi bu yo'g'ini ko'ramiz. Ishora bering. Bu savollarga hali biror marta javob bermagansiz, demak boshlaymiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Fayoz aka, o'zingiz ham farzandsizlikdan qiynalgan ekansiz. Bu qancha davom etgan? Menda bu narsa 4 yil bo'lgan. O'ziga yarasha omillar bo'lgan. Bizani til bilan aytganda xullas mujskoy faktor bесплодие bo'lgan, uni hal qilganimizdan keyin женский faktor bo'lgan, ya'ni ayolga bog'liq bo'lgan, hammasini hal qilgandan keyin Allohga bog'liq bo'lgan tomoni bo'lgan, ya'ni idiopatiskiy deydi, sababi noma'lum turlar bo'lgan. Ilmini ham qilganmiz, eskichasini ham qilganmiz. Bizda eskichani juda yaxshi ko'rishadi-ku. Diniy tomonlarni ham qilganmiz, ziyoratlarga borganmiz. Voy, bu endi onam bu yerda vahima kattaroq bo'lgan. Men hozir bemorlarim kelishadi, qaynonam qo'ymayapti, bo'lmayapti, 1 yilda yugurgan, u yoqqa borgan, bu yoqqa chopgan. Men o'zim o'sha student bo'lganman o'zim. O'sha 4-kursmi ekanman, 3-kursmi? Menda buni bosimi deyman, sizdan ko'ra 10 marta kuchliroq bo'lgan. Chunki men o'zim doktor bo'lib turib, o'zim shu sohada qiynalganman. Lekin shu sohada qiynalib yurgan paytimda tushimga ham kirmagan shu sohani doktori bo'laman deb. Chunki bu soha bo'yicha umuman qiziqishlarim bo'lmagan. Keyin o'sha jarayonning ichiga kirganimdan keyin, bu yerda o'sha nima deydi, elakka o'sha elanganimdan keyin bu sohani qayerda virguli bor, qayerda nuqta bor, qayerda undov bor, qayerda nuqtasi bor. Keyin bilishni boshladim. Taqdir charxpalagi bilan shu sohaga o'tib ketib qolganman. Lekin baribir tepadan Alloh berar ekan, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar eng zo'ri bo'laman degan yoshligimda o'zi xulosam bu fikrim bo'lgan. Masalan, shifokorlikdan sohalar ko'p. O'zim lorga qiziqardim. Studentlik payti lorda ishlardim. Medbrat bo'lib, operatsiyalarga kirardim. Lor bo'laman. Chunki lor bo'lishimga ham sabab yoshligimdan olgan lor bo'yicha kasalligim bo'lganda, qulog'imda. Keyin endi onam lor bo'lasan deb ketganlar. Keyin shundan keyin taqdir charxpalagi bilan shunday komandaga tushib qolganmanki, u komanda shu reproduktiv komanda bo'lgan va O'zbekistondagi boshqa reproduktologlarning komandasidan boshqacha fikrlaydigan, zamonaviyroq fikrlaydigan, faqat O'zbekistonni tor doirada emas, chet ellar bilan hamkorlik qiladigan, xalqaro miqyosda Peter, Moskva, Turkiya, Ispaniya, Qozog'iston albatta ikkinchi uyimda bo'lib qolgan. Mirovoy uruvendagi shunaqa komandaga tushib qolgan va shu komanda bilan anaqasiga poyezdni orqa vagoniga osilib olib, shu komanda bilan ketib qolgan. Shunaqa sohada qiyin.
juda ham qiyin soha. Demak, kirib kelishdan maqsad ikkita, ham shaxsiy, ham ham shaxsiy sabab bo'lgan, undan keyin o'zim bu sohaga juda ham yaxshi ko'raman, juda ham qiziqaman. Chunki bizani ko'p mana shogirdlar yo bolalar yoki Toshkent tibbiyot akademiyasi yoki boshqa med institutdagi studentlar yozishadi. Nima qilish kerak, nimadan boshlash kerak? Bu sohani bilish uchun birinchidan ginekologiyani, ikkinchidan urologiyani, uchinchidan andrologiya, endokrinologiya eng asosiysi. Hammasini jamlaganingizdan keyin sizga yaxshi psixolog bo'lishingiz ham kerak. Chunki buni hammasini jamlab qozonga solgandan keyin uni bemorga yedirishingiz kerak. Bemor gapingizni ozgina bemorlar masalan nima emasda, sodda emasda, ozgina gapingizga tuturug'ingiz qochdimi, ishonchsizlik tilingizdan uje chiqib ketdimi, bo'ldi, uje bemor yozgan doringizni ichmaydi. Va siz unga ta'sir o'tkaza olmaysiz va siz uni o'zingizning yo'lingizga ola olmaysiz. Bu psixologiya. Har qanday bemor bilan yoshidan, jinsidan, irqidan, xarakteridan, mujskoy xarakteri, jenskiy xarakteri bilan yaxshi doktor birinchi yaxshi psixologda. Birinchi uni doirasiga tushasiz, keyin uni doirasidan olib o'z doirasiga olib chiqishingiz kerak. Vrach shunaqa bo'lishi kerak. Shundagina siz bemorni davolay olasiz. Bu faqatgina 2 ta dori, 3 ta vitamin yoki 4 ta gormon bilan bo'lmaydi. Bizani sohada, aynan reproduktiv sohada 50% davo bu so'z. 50% davo so'z. Sen yaxshisan, bilasiz yomon. Sen yaxshisan, hammasi yaxshi. Ishonch. O'zingni bosib ol. Bu narsa hammada bo'ladi. Mana homilador bo'ladi, perejvatsiya qilib qon ketib qoldi, og'rib o'tdi deb yig'lab yugurib, "Voy, hammasi yaxshi, jo'ydi." Ba'zilar urushib qattiq ham gapiraman. Chunki yaxshi gapga tushunmaydiganlar bor. Qattiq gapiraman, nimaga shu gapim ta'sir qilsin? "Voy, o'zingni bosib ol." Alloh beradi bolam. Alloh, sen emas. Yoki seni xohishing, meni xohishim, uydagilaringning xohishi bilan bu bola rivojlanib ketmaydi. Hamma xohlaydi ichingda bola, lekin Alloh xohlamasa eng zo'r dunyodagi reanimatsion palatada yotmaysanmi? Tushadigan bola tushadi. Bu tabiat qonuni. To'g'ri. Masalan, Yevropada tushadigan bolaga hech qanaqa dori berishmaydi. O'zi Alloh tabiat xohlasa tushadi, agar organizmga kerak bo'lsa qoladi. Chunki bolada irsiyatida nuqson bo'lsa, 80-85% holatlarda bu bola 100% tushadi. Mana shunaqa narsalar. Bu o'zi savol javobida, lekin bu yerda savol javob bo'lmay qoldi. Mayli. Keling, mavzudan uzoqlashmaymiz. Psixologiya mavzusiga to'xtaylik. Umuman farzandsizlikni boshdan kechirgan ota sifatida va mana shunday mijozlar bilan ishlaysiz. Umuman bu jarayon erkaklarda qanday kechadi, ayollarda qanday kechadi? Va erkaklarda qancha vaqtda boshlanadi, ayollarda farqi bormi? Qarang, erkaklar va ayollar farzandsizlik holatida ikki xil bo'ladi. Erkaklar ba'zilari ko'chaga ko'proq ishga, endi erkak kishi bu mashinada buni remont qilib turish kerak-da. U mashina uxlamaydi. Men aytaman, 40 yil, 50 yil avvalgi erkakdan ko'ra hozirgi erkakning ko'chadagi vazifasi va ishlari juda ham qiyin. Chunki u payt inson kam bo'lgan, u paytda pul topish, ro'zg'or tebratish nisbatan oson bo'lgan. Ya'ni dalaga borgan, u bu narsa pishiq-chiqiq qilgan, ekkan va uyga borgan, o'sha narsa ro'zg'orga ketgan. Lekin hozirgi erkaklar uyga bir narsa olib kelish uchun uxlamaydi, charchaydi, stolda o'tiradi, shofyor bo'lsa, krugliy sutishni mashina o'tiradi, ofisda ishlaydigan bor, gipodinamiya deydi, ya'ni harakatsizlik, kam harakatlilik, nimadir o'ylab uxlolmaydiganlari bor. Noto'g'ri ovqatlanishlar bor. Masalan, 40 yil, 50 yil avvalgi hozirgi karzinkalar bo'lmagan, gazli ichimliklar, energetik ichimliklar yoki har xil fast food mahsulotlari, ximikatlar tarkibida rang, hid, ta'm beruvchi bo'lgan mahsulotlar bo'lmagan-ku. U paytdagi erkaklar zaroviyroq bo'lgan. U paytdagi ayollar ham nimaga? Chunki sizda oyingiz nechta tuqqanlar? 5 ta. 5 ta. Lekin hozirgi ayollar 5 ta tug'asammi desa, tasavvur qila olmaydi. Masalan, mana bu 11 ta tuqqanlar. U paytda shunaqa bo'lgan-ku, matgeri olaman deb izini qo'shmay tug'irishgan. 12 ta tuqqanlar mani ham bu. Endi chunki u paytdagi tabiat, ekologiya shuni ko'targan, organizm insonlar baquvvat bo'lgan. Hozirgilar slabi. Bitta zamon ko'tarsa 2 ta, juda imkoniyatlari yaxshi bo'lsa 3 ta qilsa qiladi. Qolgani Allohdan. Harakat qilishadi 3 ta bo'lsin deb. Oldingilar 3 taga qoniqishmaganda, ham ular saqlanishni bilmaganmi deyman. Erkaklarda ko'proq ichini yeydigan tomir bo'ladi. Choyxonada, ko'chada so'raydi, baribir kimdir so'rab qo'ysa, shu bosh egilib qoladi-da erkak kishining. Chunki bu erkakning g'ururi. Bu yerda ozgina g'urur masalasi bor. Ayollar ko'proq uyda bo'ladi. Ayollar ko'proq uyda
yomonroq qaynonaga tushib qolgan bo'lsa, kelinchak qaynonani gapidan tug'mas kelin oldin, palonchani kelini 4 ta tug'di, sen bunaqa yoki ovsini yoki eng yomon og'riqliroq nuqtasi, masalan, aka uylandi, 4-5 yil bola bo'lmadi, keyin uka uylandi, 1 yildan keyin bola bo'ldi unda. Bunda hali ham bola yo'q. Ana u oiladagi aka bilan bu ayolni juda ham anaqasi og'ir bo'lib qoladi, ruhiyati. Bosim og'ir bo'ladi. Ana shunaqa holatda kelishganda hamma narsaga tayyor bo'lib kelishadi. Eko bo'lsa eko bo'ldi. Men dori ichmayman dedi. Menga dori yozmang. Men eko qilgan keldim. Ukamni xotini dedi, homilador ekan dedi. Bu ayollarda bu ko'proq uyda ko'z yoshi, unisi bunisi stresslar, siqilish. Ayollarda ko'pincha farzandsizlik bilan qiynalgan ayollarni do'stlari bo'ladi. Bular stress, depressiya, keyin o'sha siqilishlar. Bu ayolga do'st bo'lib qoladi. Erkak bu narsani ko'chaga chiqib, ishga chalg'ib yengish mumkin, lekin ayol o'sha ma'lum bir doiraga kirib qolgandan keyin o'sha o'rtoqlardan voz kechish qiyin bo'lib qoladi. Yomon o'rtoqlardan, ochiqni aytgan. Mana shu narsalar farzandsizlikka sabab bo'ladi. Masalan, ayol ham sog'lom, erkak ham sog'lom bo'lishi mumkin, lekin ruhiy tayyor emas bo'lishi mumkin. Psixik tayyor emas bo'lishi mumkin. Ruhiy va psixik tayyor bo'lmagan oilada fizik ham buziladi. Masalan, ruh sifatlari stress bo'lganda gormonlar buziladi, follikul ham o'smadi, yetilmadi, yorilmadi. Buni ham ichini kovlashtirib ketaveradi. Follikula yorilmasligi O'zbekistondagi eng katta dolzarb muammo. Tushunyapsizmi? Eng katta, masalan, hozir O'zbekistonda suv tanqisligi eng katta muammo-ku, Orol dengiz qurishi ham ekologiyadagi. Lekin ayollarning farzandsizligidagi eng katta muammo birinchi o'rinda turadigan follikula yorilmasligi. Bu chunki miyadan boshqariladi. Follikulaning yorilishi bu gipotalamus, bu FSGLG, bu his hayajon markazi. Ya'ni stress, depressiya, nimaga yorilmadi, nimaga bunaqa devorgan sar bu yorilmay ketaveradi. Shuning uchun o'ylamas kerak. Allohning izniga tashab qo'yish kerak. Balki senda ham peshonasida yozgan kuningda Alloh bergan kuni soati vaqti bordir. Men shunaqa o'ylaganman. Student bo'lganman, qiynalganman. Kvartiramni to'lasam, xotinim o'qirdi, uni o'qita olmasdim. Uni qilsam buni hech narsani yetkaza olmasdim. O'tirarni, Alloh ham shu meni hali bola tarbiyalashga tayyor emasligimni bilganda deymi, yoki ayolimni farzandlik tarbiyalashga hali o'zi yosh bola bo'lsa bu tayyor emasdir deymi, yoki men hali bola tarbiya qilish uchun hali o'zimni oldin tarbiya qilib olishim kerakdir, chunki mendan ko'ra bolalarim katta bo'ladi deymi, yoki men hali bola bo'lsa uni kashasi, pampersi, kiyimiga yetadigan pul hali topishga ulgurmagandirman, Alloh balki shuning uchun kechiktiradigandir deb o'ylaganman. Lekin farzand bu baraka. Boshidan o'tgan odam biladi. Men sinab ko'rganman. Birinchi farzandim tug'ildi. Daromadim 3 barobar oshdi, masalan, kvartiralarimdan emas, uyga turishni boshladim. Ikkinchi farzandim tug'ilgandan keyin bu narsa yana ham o'zimga sezilarli darajada mashina qildim, boshqa qildim. Ishimda baraka bo'ladi, rezultatlarim oshadi. Rezultatim oshgandan keyin bemorlarim ko'payadi. Bemorlarimga ko'paygandan keyin ularda natija ko'p bo'lgandan keyin menga endi hozir yana xohlayman 3-farzandim. Hozir meni yana harakatim bor. Xudo xolasa, Alloh bersa, u ham bo'lib qolish kerak. Xudo xolasa. Xudo xolasa shunaqa. Endi farzandsiz oilalarda ko'pincha doim ayollar aybdor degan qanaqadir fikr shakllangan. Bu endi mentalitetga bog'liqmi? Hatto erkaklarimiz kelib analiz topshirishni ham xohlashmaydi. Bunga sabab nima? Statistika 40-50% farzandsizlikda sababi bu erkak kishi. Mirovoy statistika. Oddiy misol, bugun kelgan qalbimdagi bemor. 4 yoshli o'g'li bor ekan, 6 yil bo'lgan ekan turmushiga. Ayoli keldi, bitta turban vinimatchni dedi. Okey dedim. Rentgen qilamiz, gormonlaringni ko'ramiz, UZI qilamiz, nimaga yaroqlisan, qanaqa holatdasan, nima menga bera olasan ovqat pishirishim uchun, nima masallig'ingizga qarab ovqat qilasiz endi. Dunyoni qaysi chetiga boring, eko qilasizmi, tabiiymi, siz va turmush o'rtog'ingizni beradigan urug'idan bo'ladi. Qo'shnidan olib yoki boshqadan bo'lmaydi bu narsa. Nima holatdaligingizni bilay dedim, tekshiruv qildim. Xo'jayini chiqmadi, oldimga mashinada o'tirdi. Xo'jayini chiqmadi. Analizdan javob chiqdi. Odatda menstruatsiya kuni to'g'ri bo'lsa, erkak ham ayol ham bir kunda ishi bitadi men yonimga. Ertalab keladi, kechga ketadi, bo'ldi. Diagnoz, tashxis bu 80% yechim. Faqat bizning O'zbekistonda 90% klinikalarda to'g'ri tashxis qo'yilmaydi. Men o'ylaymanki, reproduktolog mutaxassisda bizda juda katta tanqislik bor. Chunki O'zbekiston O'rta Osiyoda eng ko'p rivojlanadigan aholi demografiya bo'yicha
va insonlar ko'p, 38 milliondan oshdi menimcha, va inson ko'paygandan keyin tabiiyki oilalar ko'payadi. Oila ko'paygandan keyin farzandsizlik muammosi ham ko'payadi, chunki ekologiya yomon. Zamon yomon. Orol dengizi, bu yoqda Ukrainada portlashlar, bu yoqda qanaqadir urushlar, bir narsalar, masalan, hamma ekologiya, hamma boyagi bombalar, portlashlar, boyagi Orol dengizidagi hammasi atmosferaga o'tadi. Atmosferadan bizga keladi, yomg'ir, qor bo'lib keladi. Va shu narsani inson oladi, qaysidir ma'noda zararlanadi, radiatsiya oladi, nurlanadi, asab tizimiga ta'sir qiladi. Hozir insonlarning asabi 10 yil, 15 yil oldingi insonlarning asabidan 10 barobarli kuchli. Ozgina narsada bo'lib, mashinani svetoforda qizilga yurib, ustiga yurmasangiz bang bang bang. Shunaqada endi. Shunaqa. Chunki stress, atrofda stress asab qilinadigan narsalar ko'payib ketgan. Gapim chalg'ib boshqa mavzuga o'tib ketib qoldim. Men aytmoqchi bo'lgan narsam boyagi oila mavzusi edi. Eri kelmadi, ayolini ko'rdim, bitta turbasi bor, ochiq ekan. Men qo'rqaman, venimatsini dedimmi, ikkinchi turbang ham yopilib qolmasmikan? Ikkinchi turbangda bir marta venimatsini bo'ldi degani bu ham bo'lmaydi degani emas-da. Bunda ham moyilligi bo'lishi mumkin. Turba bachadonlari torroq, qiyshiqroq, zigzagsimonroq, ili shunga o'xshaydi yoki yallig'lanishi bo'lgan bo'lishi mumkin. Tekshirsam yaxshi ekan. Analizlarni ko'rsam idealni. Menstruatsiyasini 12-kunda ko'rsam ovulyatsiya bo'ladigan tayyor folikula bor. Ering chaqirdi. Keldi. Aka, mana 4 yoshli bolangiz bor ekan. Bu ayolini boshiga yong'oq chaqqan ekan. Sen tug'massan, meni belim to'la bola, balobatlar. Ayoling sog'lom. Bu yerda faqat vaqt masalasi qoldi. Ya'ni bitta turba bilan homilador bo'lish ikkita turbadan ko'ra 2 barobar kamayadi. Ya'ni 1 yilda ayol kishi har oy 1 kun homilador bo'ladigan kuni bo'ladi-da, o'zi ovulyatsioniy den deydi. Shu narsa 1 yilda 12 marta homila bo'ladigan kuni bo'lsa, ayolingizda shu 6 martani tashkil qiladi. Chunki bitta tomon yo'q. Turba tuxumdon bilan olib tashalganmi, to'shni eslaman. Aka, analiz topshirishingiz kerak. Eri ayol o'tiribdi. Topshiring dedim. Chetdan kelgan viloyatdan. Bo'ldi, topshiraman, bo'ldi. Bo'ldim aka, bo'ldim. Ixlos qilmagan odam bilan gaplashkim kelmaydi. Bo'ldi aka, hammasi yaxshi, sog' bo'ling dedim, jo'natib yubordim. Ixlos qilib, aka, davay, birga men do'st bo'lib ketaman. Yordam beringsa, qo'lini cho'zsa, qo'lim cho'zaman. Ixlos qilmagan odam kelishadi, eri majbur ayolni zo'rma-zo'raksi bilan kelganlar borda. Bormasang dedi, kechqurun yotmayman deydi, men ayoli shu nima desa deydi, shu keladi. Mana shu o'tiradi. Men gaplashkim kelmaydi. Men gaplashim kelmaydi. Ochilmagan odam harakat qilaman, gaplashib ko'raman, hazillashib ko'raman, nimadir mavzusiga kirishga harakat qilaman. Sado yo'qmi? Bo'ldi. Meni xohlamayaptimi? Men uni majburlab dori yozganim bilan u dorini olib ichmaydi, 100% bilaman. Ichmaydi. Erkak kishining dori ichishi qiyin bilasizmi? Albatta. Dorini ichmaydi, uni ixlos qilib ichmagandan keyin ta'sir ham qilmaydi. Oddiy suvga ixlos qilib ichsa, rakni davolaydi deydi-ku. O'zi xotin harakat qilish kerak, chunki farzand unga kerak. Menga yoki boshqa doktorga emas. Men shunga do'st bo'lib, yonida turib yordam beraman. Men unga to'g'ri yo'l ko'rsataman. O'ngga yur, chapga yur. O'ngga yur, chapga yur. Avvalo Alloh sababchi qilsa xursand bo'laman. Chunki uni oilasida men unutilmaydigan shaxs sifatida kiraman. 11 yil, 13 yil, 18 yillik holatlarda siz tufayli biror oilada farzand bersangiz, Alloh sizni sababchi qilib qo'ysa-da, sizni daj ismlaringizni qo'yadi. Fayoz, 3 tali bo'lgan. Mirfayoz, Fayozbek, yana bir nima bor, Faizbek. Xullas shunaqa ismlar qo'yish qanaqa xursand bo'lasiz, to'g'rimi? Bu baxt-ku. Insonda nima qoladi? Bu dunyoda faqat yaxshi nom qoladi. Yaxshi nom qoladi. Shu baxt menga shu-da, masalan, eng maza qiladigan joyim shu. Yordam beraman hammaga. Faqat ko'pchilik bemorlar tushunmaydi. Odam ko'p, bemor ko'p, charchayman. O'tgan yil 3-4 marta dam olishga chiqdim. Bu yil 2 marta, 1 marta bordim. O'zimda charchoq bo'lib qoladi. Psixik o'zim insonlardan allergiya bo'ladigan darajada shunaqa holatlar bo'ladi. Shunaqada, uni hali yana gaplashamiz. Xullas, o'sha erkak topshirishni xohlamadi, balki ko'chada bolasi bordir. To'g'rimi? Ayta olmaysiz-da. Ba'zi erkaklar bor, aka men topshirmay deydi. Ha, sen ayolni chiqarib yuboradi. Ayolni chiqarib yuboradi. Meni deydi, ko'chadan bu borda deydi. U deydi, homilador 3 oylik deydi. Men ishondim, aka zo'r ekan, urug'ing zo'r ekan. Ayolingga shuni tushuntir deyman. Hozir ayolingga analiz topshirmayman deb aytsang, nima deb o'ylaydi? Yana urush janjalmi, sen topshirmading, men topshirdim, senda muammo bor, sen qo'rqyapsan yoki nimadir. Men bilaman, sen sog'lomsan, lekin shuni topshirsang, ayolingga isbotlab berasan. Mana tiling uzun. Ha, ko'ngling xotirjam. Meni doktorda bir og'iz sen yaxshi ekansan, sen sog'lom ekansan degan gapini o'zi eng zo'r dor. Ana shu eng zo'r. Sen kasalsan,
San tuzalmaydigan kasalsan deb dori ichtirganingizda foyda qilmaydi. San yaxshisan, zo'rsan deb yozib berganingizda foyda qiladi. Bu psixologik bemorlarga ta'sir qilish. Mana shu narsalar natijaga ta'sir qiladi. Shu narsalar. Balki men yoshligim uchun, balki ishga chanqoqligim uchun, balki hali to'ymaganim uchundir, erinmayman, shunaqa qilaman. Yosh kattaroq bo'lgandan keyin vrachlar uje bu narsalarga ensasi qotish boshlaydi. Tezroq meni tinch qo'y, men pensiyamni olay. O'z davleniyam oshyapti. Qornim och qoldi. Mana shu dorini ichib bor, ketaver deb qo'yishadi. Men unaqa qila olmayman-da, vijdonim qiynadi. Bechora qayerlardan keldi uxlamasdan, qancha ochirat olgan, erinmasdan videozni ko'radi, ixlos qiladi. Harakat qilasiz. Tezroq gapiraman bemorlar bilan, aniq maqsadga o'taman, aniq ishlaysiz. Chunki bundan keyin ham yana bor-da, kiradigan. Va o'zingizni sevishingiz kerak. Agar ertaga men hamma energiyamni berib shunaqa nagruzkada ishlasam, men o'zim ertaga psix bo'lib qolsam, kasal bo'lib qolsam, ertaga men bemorlarga yordam bera olmay qolaman. O'zingiz yordam o'zim muhtoj bo'lib qolaman, o'zim kasal bo'lib qolaman. Shuning uchun maksimum harakat qilaman, tezroq, aniqroq gap olib qochmasdan, bemor aldamasdan, aniq maqsadga o'tib, tez-tez dorisini yozib, kerak bo'lsa, agar eko bo'lsa, ekosini aytaman. Bugun ham keldi. Men aytdim boya sizga, meni mavzum ko'p, informatsiya ko'p. Qarang. Ayolda dorisiz hayz kelmaydi. Birinchi turmush 6 yil, ikkinchi turmush 5 yil. Erini birinchi turmushdan 3 ta bolasi bor, ikkinchi turmush 5 yildan beri bola yo'q. Ayolda dorisiz hayz kelmaydi. Tekshirganda FSG, LG 0. 0 degani miyadan tuxumdonni boshqaradigan markaz yo'q. Qo'g'irchoq teatrida qo'g'irchoqda simi yo'q. Bu markaz yoshlikdan chiqib yo'q. Tushunyapsizmi? Siz bunaqa paytda nima qilasiz? Genetika tekshirasiz. Genetika. Odatda genetika 70-80% holatlarda yaxshi chiqadi. Chunki genetikasi yomon chiqqan bemorlarning boshqa simptomlari ham bo'ladi-da. Unda men simptomini ko'raman-da, genetika shart yo shart emasligini bilasiz-da. Men unga aytdim. Men sizni 15 yilligingizni ham ko'rganman. Mana kecha 17 yilligingizni ham ko'rdim. Femaston ichsam hayz keladi, bo'lmasam 1 yillab kelmaydi. Siz eko qilasiz. Hamma gap endi 3 ta masalada. Birinchi doktor aralasha olmaydigan mavzu. Eko bo'yicha ko'p so'rashadi, mana mavzu ketdi. Ekoni natijasiga doktor 3 ta narsasiga aralasha olmaydi. Birinchisi, sizdan qanaqa sifatdagi urug' chiqishi. Erkakdan aniqlasa bo'ladi. Topshiradi, tashqariga chiqadi, mikroskopga qo'yasiz, bo'yaysiz, quritasiz, sifati, morfologiyasi, DNKsi, mar testi, o'ligi, tirigi, sonligi, foiz hammasi qo'lingizda, stolingizda 4 soatda tayyor. Ayolni urug'ini ola olmaysiz tashqari. Uni qondan tekshirasiz, to'g'rimi? Qon analiz har doim siz o'ylagan narsani beravermaydi, chunki hamma ayolni uxlashi, dam olishi, yoshi, vesi, vazni, yashashi, munosabat har xil hamma bilan. Bu narsa qonga ta'sir qiladi. Folikulengizni boyagi ayolning masalasini aytaman. Endi folikulengizni olganda qanaqa sifatdagi chiqadi? Bu birinchi savol. Ekoga garantiya degan, 100% garantiya degan odamdan qochish kerak. Qochish kerak. Mayli, men bemorlarni saralaymanda 70%, 80% deyishim mumkin. Chunki ko'zim yetsa aytaman-da. 20% ham deyman, 10% ham deyman. Ikkinchi masala, sizning urug'ingiz bilan eringiz urug'i urchitilmagan hali. Hali bolangiz yo'q sizda. Hali urchiydimi yo'qmi? Navoiydan bitta bemorda eko qilganimda ko'p bemorlarim aytganman. 30 ta folikul olganmiz, urug'lantirganda bitta ham embrion chiqmagan. Ikkinchi marta yana boshqacharoq protokolda qilganimizda 29 ta, 28 ta folikulardan bitta sifatsiz nimjon embrion chiqqan. Embriologlar bilan gaplashganimda bu embrionni bachadonga qo'yib bo'lmaydi, yaroqsiz deyishgan. Erkak ham sog'lom, ayol ham sog'lom. Nima qilish kerak desam, embriologga aytganman. Bu yerda dedi, irsiyat almashtirish kerak deyapti. Endi irsiyat almashtirish bu degani bizani o'zbekchiligiga anaqaga to'g'ri kelmaydi. Bu yoki oilani saqlab qolish uchun deyapti, donor olasan deyapti, yoki oilani deyapti, bolasi olsin deyapti, yoki ikkalasi ikkita yo'lda ketsin deyapti. Bu narsalarni gapirsangiz kimnidir jig'iga tegadi, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Lekin har bir ayolda ona bo'lishga haqqi bor. Nima u sizning singlingizdir, opangizdir, qizingizdir. Nima u haqqi yo'qmi? Bachadoni bor. Had nima qilibdi? Erkaklarning urug'i 0 holatda Alloh yaratyapti, ayollardan urug'i 0 holatda chiqadi. Erta klinik tuxumdor rivojlanmagan. Lekin shunday ayollarni mirovoy, dunyoviy agar ilmingizni ishga soladigan bo'lsangiz, dunyoda bunaqa ayol ona bo'lyapti. Ona bo'lish bu qanday baxt? Unga teng baxt bormi? Mol, davlat, uy, mashina, tilla, brilliant olib beraman desa-da eri. Lekin senda bola bo'lmaydi desa, qaysi ayol ko'nadi?
ko'nmaydi unaqa. Boshida ko'nish mumkin. Bo'ldi deydi. Anaqa nima deydi? Yo'qchilikdan chiqqan bo'lsa bo'ldi deydi. Uzog'i 3 yil, 4 yil, 5 yil yashaydi. O'rtoqlari, onasi, opasi buzishni boshlaydi. Sen jinmisan, yoshing o'tyapti. Erta qariganingda kimga suyanasan? Kim seni ovqatingni qilib beradi? Kim seni kirchiringni yuvadi? Kim seni izingdan, voy otam, onam deb yig'laydi. Bu narsalar har bir inson uchun nima deydi? Hech narsaga almashib bo'lmaydigan tuyg'u. Shuning uchun biz O'zbekiston bolajon xalq. Yana ham ona qaynonalar yoki qo'shnilar birdan so'rashni boshlaydi. 3 oylik kelinda yangilik bormi? Yangilik bormi? Bechora kelin o'zi yosh bola u, yosh bolakay u. 18 yoshli qiz u, men bolakay deyman. Qiz bola. U hali ona nima? U jinsiy aloqa nimaligini tushunmaydi. Er-xotin qanaqa munosabat qilishini tushunmaydi. Er-xotin faqat ikkita o'pich bilan bitta gul, ha siz asalim, siz jonim bilan bu oila bo'lmaydi-da. U oilani ro'zg'ori hali keyin teshiklari chiqishi boshlaydi. U hali bola tug'ishga tayyor emas-da. Uni hali miyasi bilan ishlash kerak. Men yoshlarga aytaman, yosh o'sha qizi, o'g'li borlarga qo'yib yuboringlar, tegmanglar shularga, yashasin. Bolaligi, maza qilib bolalik davrini, maza qilib o'sha asaloyni, qariganda siz qatori bo'lganda armon bo'ladi u narsalar. Yoshlikdagi qovushlar, energiyalar ko'pligi, jenskiy estradiol ko'p, ayolda erkakda testosteron ko'p. Bu paytdagi qovushlar bilan 40 yoshdagi qovushda yer bilan osmoncha farq. Ishonavering, yer bilan osmoncha. Shuning uchun ham yosh katta ayollar yosh erkaklarga ko'p qiziqadi bu statistika, yosh katta erkaklar yosh qizlarga ko'p qiziqadi bu statistika. Bekorga emas, chunki pastelda bir-birini oson topadi. Chunki yosh katta ayolda estradiol ko'p bo'ladi, yosh katta erkakda anaqa nimasi kamroq. Yosh qizda yosh katta erkaklar bilan yaxshi qovushadi pastelda. Bir-birini topishish degan narsa. Men boyaga yosh oilaga tegmalaring, farzandli bo'ldingmi, qachon hayzing keladi, yangilik bormi deb tegmalaring, maza qilib asaloyini surib yuraversin. 1 yildan keyin mayli keyin tekshirishga borsin. Iloji bo'lsa, to'ydan oldin borsin. Hatto nimani ko'rish kerak? Matkasi bormi, tuxumdoni bormi, urug'i bormi, nol emasmi? Bo'ldi, shuni bilsin bo'ldi. Keyin birga yashash kerak. Chunki ular bir-biri bilan moslashish davri bo'ladi. Ana urug'lar ayolning ichiga tushganda ozgina do'stlashib olish kerak bo'ladi. U do'stlashib olish uchun kamida bir 100-150 marta ichiga urug' tushishi kerak bo'ladi. Shunaqa paytda homilador bo'lish tezroq ham ayolda erkakda urug'lari, ya'ni sperma suyuqligi, prostata suyuqligi, prostata soki ayol gormonlarga juda ham ijobiy ta'sir qiladi. Chunki uning ichida vitaminlar, uning ichida oqsil, belok juda ham ko'p. Shuning uchun jinsiy aloqada bo'lib yurgan ayollar jinsiy aloqada bo'lmay yurgan ayollardan ko'ra o'zini bosmaganroq, spokojniroq, ruhiy xotirjamroq va chiroyliroq ko'rinadi, istaraliroq ko'rinadi. Chunki buni sababi o'tda orgazm bo'ladi, o'tda gormoniya ishlaydi, o'tda sevgi bo'ladi. Ayolni chiroyli qiladigan narsa o'zi shu-ku, sevgi-ku. Joyida bo'ladi. Glavniysi ruhiyat, spokon o'zini bosib olgan. 3 kun agar jinsiy aloqamiz bo'ldi, ketdi, asabiylashib, ana qilish boshlayveradi. Erkaklar ham shunaqa, ayollar. Erkaklar 3 kun chidolmaydi-ku. Agar testosteron normal erkak bo'lsa, avtomat o'qlangan bo'lsa, uzog'i 1 sutkaga boradi, undan u yoqqa o'tolmaydi. Lekin temperament degan narsalar bor-da, erkak kishining 4 xil turi bor-da. Masalan, ayollarda ham shunaqa. Faqat erkaklar emas, ya'ni sangvinik, melanxolik, flegmatik, xolerik. Bu tiplar erkakda faqat xarakterni emas, jinsiy quvvatini ham bog'lab beradi. Qaysidir erkak yoki ayol o'ch bo'ladi bu narsaga, har kun 2 marta, 3 marta bo'lmasa bo'lmaydi. Qaysidir bir haftada 2 martaga shu qoniqadi. Men aytaman, shu sani norming. Yoshga aloqasi yo'q. Yo'q, norma. Qaysidir erkak yosh, hozirgi yosh bo'ladi, impotentlik ko'p-ku. 3-tipdagisi bor, sangvinikmidi, flegmatikmidi. Ularda masalan 1 oyda 10 marta yoki 10 kunda 3 marta. 4-tipdagi juda bo'shashganlar, testosteron kam ishlab chiqariladi. Ular ham masalan hayotda zo'r o'zini o'rnini topib ketadiganlar bor, og'ir, bosiq, keng fikrli, uzoqni ko'radigan bo'ladi-da, lekin testosteron slabroq bo'ladi. Bular 1 oyda 1 marta bo'lsa ham yetadi, shu sani normasi o'sha. Ya'ni bu yerda erkak kishiga mana shunaqa ramka yo'qda, mana shu erkak mana shu 1 hafta davomida shuncha aloqa bo'lishi kerak yoki ayol shunaqa bo'lishi kerak degan narsa yo'q. Joyi to'g'ri kelsa, vaziyati to'g'ri kelsa, bolalarini tinchitgan bo'lsa, xohishi bo'lsa, glavniy hammasi ikkovi ham bir-biriga kerakligini qilsa bo'lsin, xohlagan payt. Masalan, menga doktor aytdi, tasavvur qiling, eringiz bilan yotibsiz-da, eringizda xohish bor, qo'pol qilayotganda ereksiya bor, hammasi bo'lib turibdi-da, siz yotibsiz-da, siz chappaqir olgansiz. Menga doktor aytdi, 1 haftada 2 marta ekan, mumkin ekan desangiz,
Erizma deydi, pashol deydi. Harakat qiladi. Bo'lmadimi? Bare deydi-da, bir marta bo'ldi, ikki marta bo'ldi, uch marta bo'ldi. Bo'ldi, sekin hozirgi yaxshi toparman tutarman erkaklar ko'chada qolmaydi. Ishonavering. Chunki bu ayollar unaqa erkaklarni ko'chaga qoldirmaydi. To'g'ri. Rahmat. Menimcha bu savollarga to'liq batafsil javob oldik. Endi biroz mavzudan qochamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda sahifangizni, auditoriyangizni kuzatdim diqqat bilan. Darhaqiqat ular sizni samimiy yaxshi ko'rishadi. Bunga qanaqa erishgansiz? Birinchi o'rinda bu narsa birinchi o'rindagi sababi menimcha ichimdagi narsani chiqarishim. Men hech qachon birorta mavzumda yoki birorta videoroliklarimda yoki o'sha foydali anaqa podkastlar, roliklarimda kitobda o'qib gapirmaganman. Ilmiy terminlar ishlatmaganman. Men gapiradigan gapim qishloqda bir chetida svet bormagan joydagi cho'ponam, qo'y boqib yurgan cho'ponam, ofisda o'tirgan banker xodimam yoki mashinada ketadigan taksi ham tushunish kerak. Oddiy xalq tilidagi so'zlar ishlatilishi shart. Chunki hozir u yerda tibbiy termin ishlatishni boshlasam, u odamga qiziq bo'lmay qoladi. Qiziq bo'lmagandan keyin u tak ertaga eshitganda o'tiradi, keyin endi boshqasiga o'tkazib yuboradi. Atak u yerda o'zini og'riqli mavzusi bor-da, chunki bu gapiriladigan gaplar shunga o'xshagan bemordan eshitilgan va o'sha yerdagi yechimni xulosasi. Mana shunaqa bemor keldi, shunaqa qildi, shu yechim bo'ldi. Bu hamma odamni qiziqtiradigan mavzu. Ikkinchi masala, xotin mavzusi 100 yil oldin ham, 100 yildan keyin ham o'lmaydigan, tugamaydigan, bitmaydigan mavzu. Zeriktirmaydigan mavzu. Masalan, men 5 yil oldingi qilgan videom bitta SMMchi bilan gaplashdim-da, bitta ish qilib ko'rdik. TikTokda 2021-yil qilgan oila mavzusida, munosabatlar mavzusida qilgan videolarim bor ekan. O'sha paytda ham 2-3 million prosmotr bo'lgan. Davay shuni yangitdan Instagramga qo'yaylik deb Instagramga bitta qo'ysam 7 million prosmotr bo'ldi. Mana 2 haftami, qancha bo'ldi? 3 haftami? 7 million, 8 million. Avvaliga qarang, 3 yil oldingi mavzu hali ham trendda-da. Ya'ni bu munosabatlar, shu munosabatlardan kelib chiqib erkak va ayolda kimni ichida nima o'tyapti, kim nima o'ylayapti, farzandsizlik holatida yoki erkaklar kasalligida, ayollar kasalligida nimani o'ylashingizni bilganingizdan keyin uni psixologiyasiga ichiga oson kirib boradi. Yuragidan oson joy ola olasiz. Birinchidan rostgo'y bo'lish kerak. Rostgo'ylikda sababi kechqurun uyda tinch uxlashingiz uchun. Eng katta baxt nima deb savol berishadi-da, mana ko'rib qolasiz Instagramlarda nimalarda. Baxt nima deb? Baxt pul, yo baxt mashina, yo baxt boylik, yo baxt chiroyli, go'zal, soliha ayol. Baxt men boshqacha fikrlayman. Hammaning o'zining fikri bor. Bu baxt bu xotirjamlik. Eng katta baxt ichki xotirjamlik. Nimaga? Uyda o'tiribsiz, bolalaringiz yoningizda, osh-ovqatingiz joyida, ayolingiz uyda, otangiz nima ish qilyapti bilib turibsiz. Uy eshigingizni tepib keladigan kimdir bir bankdan kreditingiz yo'q, uydan qarzingiz yo'q, qo'ni-qo'shnidan qarzingiz yo'q, kimdir oldi berdingiz yo'q, yoki nimadir muammo yoki kimdir dilini og'ritib qo'ydingiz, xafa bo'lib siqiladi. Xafa bo'lasiz baribir, to'g'rimi, shuni dilini og'ritib qo'ydim-a. Rossiyadagi o'sha professor bir domlamiz bo'lardi, shu odam aytgan, eng katta baxt pulga sotib ola olmaysan. Bu baxtni, bu xotirjamlik. Ko'chada nimadir ishkalni, nimadir ishlar bo'lsa, men o'zim ustozim o'rgatgan. Oldin hal qilib keyin uyga kir. Nimaga? Chunki u hozir hal qilmasang, ertaga u yonib ketishi mumkin, pajar bo'lishi mumkin. Ham uyda bemalol o'tirasiz. Shunaqa muammolarni yechimini qilgan paytimda albatta o'zim uchun bayram qilaman. O'zimni bayramim bo'ladi va men o'shani yuvaman. Mana bu yuvamiz deydi-ku, nimadir muammo bo'ldi, shu muammoni hal qilib o'zim ana shuni bir o'zim o'tirib yuvaman. Yuvish degan обязательно spirtni yoki boshqa emas. O'zim yaxshi restoranga borib ovqatlanishim mumkin. Yoki o'zimga yoqqan bir narsani qilishim mumkin. Cho'milishga, rag'batlantirishim mumkin. Chunki ertaga menga motivatsiya bo'lish kerak, ya'ni boshqa shunaqa muammolar bo'lsa, uni tez hal qilishim uchun. Qolib ketaversa, u ertaga tutun bo'lib, tutab turadi, keyin bir kun yonib ketishi mumkin. Ana shu baxt bu xotirjamlik. Bemorlarimni muhabbatini, yaxshi ko'rishini juda ham his qilaman. Ko'zidan, gapidan, harakatlaridan his qilaman. Buning uchun ularga avvalambor minnatdorchiligimni bildiraman. Buni sababi menimcha samimiyligim, rostgo'yligim, yana boshqa sabablar bo'lsa agar
o'zi aytsin yoki o'zi yozsin. Ya'ni boshqa sabab bilmadim. Endi inson o'zini o'zi plyus tomoni gapira olmaydi baribir. Uni tashqaridan gapirishadi. Ochig'ida. Kamchiliklarimni gapirishim mumkin lekin xohlasangiz. Videolaringizda bir jumlani eshitib qoldim. Bemorlarni vaqtiga xiyonat qilishga haqqi yo'q degan bir jumlangiz bor ekan. Umuman reproduktologlar vijdonli bo'lishi, mana shunaqa fikrlashi qanchalik muhim? Ishiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Bitta noto'g'ri qilgan, mana bemor keldi sizga ishonib o'zini vaqtini topshirdi. Farzandsizlik bu nima deydi, u keyin ham davolasa bo'ladigan narsa emas-da. Men farzandsiz ayolni men futbolistga o'xshataman. Nimaga? Cristiano Ronaldo degan futbolchini taniysizmi? Taniysiz. Xo'p, Ronaldo hozir qayerda o'ynayapti? Saudiya Arabistonida, Al Nasr klubida. Nega hozir Realda o'ynamayapti? Oldin Realda o'ynaganda tanirgansiz, to'g'rimi? Chunki u paytda eng zo'r payt edi, kuchga to'lgan, umli, oyoqlari baquvvat, udarlari kuchli, tezligi zo'r, skoroslari zo'r bo'lgan payti, eng o'zini ideal payti, eng zo'r klubda, eng katta oylikda ishlagan. Ham eng zo'r bo'lgan, to'g'rimi? Bitta klub tarixida 450 ta gol urgan. Bu katta narsa-da. Umumiy futbol faoliyati 1000 ga yaqinlashdi уже. Yana 50 tami qoldi. Ayol kishini farzandli bo'lishi yoshi futbolistda ma'lum bir yoshgacha. Yosh o'tdi Ronaldoni, qaridi 40 dan oshyapti, Al Nasr Arabistonga keldi. To'g'rimi? Messi umuman futbolda maktabi bo'lmagan, futbolda vatani bo'lmagan, mana qo'l to'pi, gandboldan mana vataniga Amerikaga ketdi. Nega? Pul uchun. Ayol kishini farzandli bo'lish yoshi chegaralangan. Bu chegara ertaga orqaga qaytmaydi. Masalan, 17 yoki 18 yoshdan Alloh bersa 40 yosh, bersa 45 yosh, odatda 35 yosh. Statistika bo'yicha 18-35 orasida planni to'ldirib olish kerak. 3 ta bo'lsa, 3 ta, 4 ta bo'lsa, yosh katta ayoldan bo'ladigan homilada nuqson bo'lish ehtimoli juda ham katta. Masalan, statistika 40 yoshdan oshgan ayoldan 10 ta embrionidan bitta yoki ikkitasi sog'lom bo'ladi. Qolgan nuqson bo'ladi. Shuning uchun vikidish, tushib qolish. 85% bolani o'sishdan to'xtab qolishining sababi bu irsiy nuqsonda. Xo'sh, nima haqida gaplashdik? Bemorlaringiz vaqtiga. Bemorlarni vaqtiga. O'sha vaqt bu oltinga almashilmaydigan vaqt. Ayol kishi o'zini vaqtidan unumli foydalanish kerak. Bitta noto'g'ri qilgan tashxissiz yoki noto'g'ri qilgan doringiz u bemorni yillab yo'qotish mumkin. Ishonib qoldi, sizga ishondi keldi, doringizni ichib yuribdi. Birinchidan puli ketadi. Ikkinchidan sarflagan vaqt ketadi. Uchinchidan cho'nchagini kasal qilgani qoladi. Organizmi zahar qilgani qoladi. Noto'g'ri diagnoz bilan noto'g'ri lichina qilib qo'ydi. Mana yo'q joydan bitta muammo bilan keluvdi, 3 ta muammo bilan ketdi. To'g'rimi? 6 oydan keyin. Shuni bilmasdan, aniq diagnozini qo'ymasdan gapiraman desam xafa bo'lishadi. Hamkasblaringizga nisbatan unaqa qilmang, bunaqa. Lekin o'sha bemorlarni ko'rib jahlingiz chiqib ketadi. Qaysi viloyatda, qaysi doktor, nima dori yozadi, qanaqa fikrlaydi, qanaqa oilaviy biznes qilib olgan klinikasini. Pastida aptekalarigacha, qarindoshini tiqqanigacha. Hamma viloyatdagi doktorlarni qiladigan ishlarini men yomonlamoqchi emasman. Bemorlarimdan eshitaman. Masalan, bitta viloyat Buxoroning o'zidan yoki Surxondaryo yoki Vodiy yoki Xorazm har kun 10 ta bemor keladi, aynan farzandsizlik bilan. Endi men shu nagruzkada 3 yildan beri o'sha ochirat temasi bo'ldi. Alloh bersa bu yoq qancha bo'ladi bilmayman. Aynan o'sha bitta viloyatdan menga o'sha muammo bilan 100 dan ziyod bemor hozir aniq ko'rganman, kamida 400-500 ta har bitta viloyatdan. O'sha bilasizmi? 400-500 ta bemor degani o'sha qaysi laboratoriya nima tekshiradi, qayerda nima to'g'ri, nima noto'g'ri solishtirib ko'rganman-da, men uni oldindan bilganman-da. Ma'lumotlar bor. Hamma ma'lumot bor, lekin uni aytish mumkin emas-da. Uni aytsam kimnidir uyi kuyib ketadi. To'g'risida, men bilib turaman. Men tekshirganman, mana menda yaxshi chiqqan. Men bilaman bu yerda kim tekshirgan, laboranting kim, qayerdan o'rgangan. Men uni sandan oldin men uni bilib o'rganib, odam yuborib, ma'lumotim olib bo'lganman. Endi agar ishingizga professionalni yondoshsangiz, har qanday sohada eng zo'ri bo'lish uchun professional bo'lishingiz kerak-da. Siz masalan teleboshlovchisiz. Ishingizga professional yondoshganingiz uchun ham hozir men hozir gapiringizni ega kesim deb gapirasiz. Men ega kesim degan gapni ona tili 8-sinfmi, 7-sinfda o'rganganman, o'qiganman. Ega kesim hali ham bor ekanda shu gaplar deyapman-da. Mana professional, to'g'rimi? O'rganasiz. Bemorni yaxshi yordam berish uchun to'g'ri diagnoz qo'yish kerak. Bemorning vaqtiga, puliga yoki o'sha umriga xiyonat qilmasligingiz kerak. U sizga ishonib vaqtini yo'qotib yuboradi.
18 yil, 15 yil, 17 yil. Men necha marta unaqa video qilganman. O o'rtoqlar qaranglar deganman. 15 yillik farzandsizlik holatida urug' nol, lekin moyagini bitta chiqsa, teza degan operatsiya bitta chiqsa, ichida g'ij millionlab urug'i bor. Endi eko qilish kerak u bemor. Jon deb turibdi. Xursand, aka nimaga qilmadingiz shu paytda? Menga hech kim aytmagan dedi. Uni varikatsiyalisini operatsiya qilishgan, uni prostatasiga lichena qilishgan. Nimadirlarga xullas u yoqqa tortgan, bu yoqqa tortgan, endi eko qilaman. Bo'ldi, aka men tayyorman dedi. Uzr, stop. Ayoling 40 yoshku. Eko qilish uchun yetarli folikula zaxirasi yo'q. Tuxumdonda folikula yo'q. Qatdan eko qilasan? Yo'q, u chiqmaydi eko. $5000 pulini menga podarka olib ketmoqchimisan? Men yutaman, sen yutqizasan. Men unga u yutadigan variantlarni beraman va o'zidagi imkoniyatlarni tushuntiraman. Qog'ozga yozaman, muncha ketadi, muncha foiz va mana bu variantda muncha ketadi, muncha foiz. Ularni hozir men gapirishim noto'g'ri. Uni har bitta bemor shaxsiy masalasini shaxsiy xonada gaplashiladi va holatidan kelib chiqib, vijdonim molda toza bo'lib yaxshi uxlashim uchun eng ideal, eng to'g'ri variantni aytaman. Chunki menga o'sha vaziyatdagi bemordan eko qilib kelgan, operatsiya qilib kelgan, nima qilib kelganda men uni oldin 100 marta, 10 mingtasini ko'rib bo'lganman. Har kun 100 ta bemor kirgandan keyin tasavvur qiling. Shuning uchun men unga eng to'g'ri, eng bola bo'lishda tezroq, foizi balandroq, pul yo'qotib qo'ymaydigan usulni aytaman. Bemorlar keladi, analiz topshirishga tayyor bo'lmasdan, puli qiziq bo'lsa topshirtiraman, menga yaxshi-ku. To'g'rimi? Lekin men bemorga topshirtirmayman. Men hozir topshirsang, sen yutqizasan, men yutaman. Birinchidan pulingni yutqizasan, noto'g'ri diagnoz, noto'g'ri tashxis, noto'g'ri lecheniya, yana vaqt quloqni ushlab ketdi. Undan ko'ra yaxshi uxlab dam olib, mana shuncha, mana bu kunida keyin, mana bunaqa tayyorgarlikda keyin, ayolingni hayzini mana bunaqa kuniga keyin, bir kunda ishini bitiraman. Zato sen yutasan, men yutqisaman mayli. Zato senda yaxshilik. Mayli farzandli bo'lib ketgandan keyin meni eslamasin. Mayli suyunchisini ham bermasin. Mayli podarkasini ber. Mayli bir og'iz Fayoz aka, biz mana shu joydamiz. Mana shunaqa bordik, ya bizda yangilik. Bo'ldi, o'shani ko'rsam menga eng katta rag'bat-ku, o'sha to'g'risida, eng katta rag'bat. Mana shunaqa narsa. Bemorni bu faqat bizning sohada emas, bu hamma sohada bemorning vaqtiga xiyonat, bu bor xiyonat. Bu xiyonatga kiradi. Bu dinda savol javobi bor, og'riqli xiyonat bu. Bu juda qattiq xiyonat, chunki hayot insonga bir marta beriladi, yo sizga 2 marta berilganmi? Bir marta beriladi. Va o'sha vaqtini kimgadir ishonib bordimi, to'g'ri yo'nalishga qilsin. Shu faqat o'zining kissasini, moddiy manfaatdorligini o'ylavermasdan, bemorni ham o'ylasin. U ham Alloh senga bilim berdi, shu bandasiga yordam berishing uchun. Ya'ni o'shanga yordam bersang, senga o'sha biliming orqasidan ajr savobini beradi. Ko'p mana domlalarni eshitib qolamiz, shifokorlarni bo'yicha savoblari boshqasi bo'yicha xursand bo'lib ketaman, tanlagan kasbini boshqadan. Lekin shuni Allohning anaqasiga xohishlariga shak keltirib, uni omonatiga xiyonat qilib, o'zini kissasini o'ylab ketadigan doktorlarga ozgina shunani ko'rsam ranjiyman, qattiq gapiraveraman videolarimda. Keyin ba'zilar aytadi, faqat emas, hamkasblaringizda anaqa qilmang. Shunaqa kimdir qaysidir doktorning o'g'li bo'lishi mumkin. O'sha ham endi qaysidir doktori tog'asi bo'lishi mumkin yoki jiyani. Shuni yozib qolsang. O'zi bo'lishi ham mumkin, shunaqa. Tushunarli. Vijdon birinchi o'rinda deyman. Rizq, baraka Allohdan. Agar siz toza ishlasangiz, ishoning, o'sha o'ylaganingizdan ko'ra barakasi yog'ilib keladi. To'g'ri. Shunaqa. Mana shu sohaga endi kirib kelayotgan, reproduktolog bo'lish niyatida bo'lgan yoshlarga qanaqa tavsiyalarni bergan bo'lardingiz? Eng muhimi. Eng muhimi o'zini tanasida o'sha og'riqni siqib ko'rish kerak. Men bilishimda endi o'zini tanasida bemorning og'rig'ini siqib ko'rish kerak. Bu bir. Kuchli orator bo'lish kerak, bu ikki. Vrach orator bo'lish kerak. Chunki siz bemorni o'zingiz yo'liga tortyapsiz. Siz uni ishontira olishingiz kerak. Siz gapingiz to'g'riligini ishontirishingiz kerak. Chunki siz yoningizga keladigan aynan uzoq yillik bemorlar pashti doktor bo'ladi. Studentlarga dars berib qo'yadi kerak bo'lsa. Shunaqa bemorlarim bor, beradigan savoliga qotib qolasiz. Menga mayli oson, lekin qatdan o'rgandi. Internet, ChatGPT, nima mavzu? Polikistoz desam, polikistoz uyga boradi, qidiradi. Nima simptom, asorat, davolash texnika boshqa bor. Bemorlar sodda emas, bemorlar loh emas. Bizni loh deb o'ylaydi bular, prikol borana uni. Aslida bular bizni nima edi? O'sha ekkani biz o'rganmiz edik-ku. Bemorlar ichida o'tiradi. Nima deyapti? Biladi u ashulani oldin ham eshitgan. She'rini o'zi yozgan kerak bo'lsa. Tushunyapsizmi? Uni faqat kuyga bastalab bersangiz bo'ldi.
nima deydi, ya'ni hozirgi shogirdlarga bo'lajak yoki o'sha tibbiyot institutidagi talabalarga siz bemorga ta'sir o'tkaza olmasangiz, kuchli orator, kuchli psixolog bo'lmasangiz, bilim o'zi kamlik qiladi. Mani zo'r bilimli o'rtoqlarim bo'lgan. Judayam ertadan kechgacha yotib kitob o'qiydigan zo'r bilimli o'rtoqlarim bo'lgan. Hozir bittasi poliklinikada Yangiyo'lda ishlab yuribdi. Yana bittasi Skorida ishlab yuribdi. Tushunyapsizmi? Kardiologiyani tugatib, magistratura kardiologiyani tugatib, Toshkentda Skorida vrach bo'lib ishlab yuribdi. Bilim beton. To'xtamasdan o'zini sohasi bo'yicha gapiradi, lekin pedagog emas-da. Pedagog emas. Kasalga yetkazib bera olmaydi. U kasal bilan gaplashib, kasalni tushuntirib, tashxisini qo'yib, sizda shunaqa ekan, mana bunaqa qilsangiz, uni 4 ta dorisini yozib bermasangiz, mana shuning uchun yaxshi bo'lasiz. Siz og'ir kasalingiz ekan, siz yaqinda infarkt bo'lish ehtimolingiz bor ekan desa, qo'rqadi deb bormaydi o'shanga. Bormaydi o'shanga, qaytib bormaydi, chunki u kasalni ruhiy uje kasal qilib qo'ydi-da uni. Bitta kasalni ikkita qilib qo'ydi. Uni vahima, hozirgi odamlarda vahima juda kuchli. O'zidan kasallik qidirishlar. Ba'zi ginekologlar shu bir ikkita klinikalar shaharda, Toshkentda. Ayniqsa ginekologlar rosa shu anaqa qiladi, bemorlarni qo'rqitib pulni ishlatadi, qizlarni ayniqsa, qizlarni. Sanda mana bunaqa ham bor ekan, eroziya ham bor ekan, papilloma ham bor ekan. Mana bunaqa bo'libdi, sen jinsiy aloqada bo'lgansan, mana bunaqa infeksiya yuqtirib olishing mumkin, sen spid bo'lishing mumkin desa, ana qiz qo'lidagi telefonni, uzugi, tillasi hammasini sotib olib beradi. Aslida oddiy platsebo navakanni yonboshdan 10 kun qiladi, bo'ldi, sen yaxshisan deb jo'nataveradi. Siz uni ukolni men senga deydi. Germaniyadan maxsus chiqartirilgan seni kasalingni tuzatadigan ukolim bor deydi. Mana shu ukoldan olasan, 10 kun qatnaysan. O'zi bitta navakanni o'zi bilan yonboshdan tutib qo'yadi. Bitta domlam prikol gapirib bergan. Prikol ham zo'r prikolda. Toshmaydamiz, dars jarayonidamiz. Ayol eridan mehr kutyapti, e'tibor kutyapti. Erkak ish bilan shug'ullanib ketib, ayolga e'tibor qaratmayapti. Ayol o'zini kasalga solyapti-da, больницаga yotqizasan men deyapti. Qani, xatyabi shu qararmikan, jonim og'risa bir narsa bo'ldi deyapti, yotqizibdi. To'liq tekshiruvdan o'tganda ayol sog'lom bo'lgan. Bahona nima? Oyog'im og'riyapti. Mana shu oyog'im og'riydi, yursa ham o'zini oqsoqlab yuradi, boshqa qiladi. Xullas, psixik o'zini kasal qilib qo'ygan. Mana oyog'im nima dori qilsa ham hech yaxshiman demasmishda. Professor odamki endi, biladi, bemor bilan ishlagan-ku, erini chaqiradi. "Mana qara, hozir ayolingga fint qilamiz." Короче, Yevropadan bir qimmat dori olib kelding, deyman. Va shu dorini ayolingga qilamiz deydi. Professor kiryapti ayolni oldiga, "Sani ering san uchun 20 ming, 30 ming dollarga Amerikadanmi, Ispaniyadan qayerdandir ukol zakaz qildirdi. Shu ukol seni davolar ekan. Mana shu ukolni san ering senga olib beryapti" deb olib kelyapti. Navakayni olib yonboshdan oyog'idan bunday qilib bitta qilib qo'yapti. Ana ayol tuzalib ketyapti. Ko'rdingizmi? Mana bu tibbiyotdagi platsebolar. Oddiy anaqada. Xullas hamma narsa deymanki, dori bilan bo'lmaydi hamma narsa. Doriga nima? Til, so'z va o'sha anaqa miyani nastroykalarni, simlarini to'g'rilab qo'yish bo'ldi. Hamma narsa dori bilan bo'lmaydi. Dori bilan tuzalmaydigan kasallar ham bor. Oddiy 2 og'iz shirin so'z bilan tuzaladi. Demak, bilim, oratorlik yana bormidi? Pedagog bilimizni yetkazib berishingiz kerak. Kuchli ginekolog bo'lish kerak va ayol yoniga har doim eri bo'ladi, kuchli androlog bo'lishingiz kerak. Erkak faqat urug'im yomon demaydi, jinsiy zaifman deydi, prostatam shamollagan deydi, qo'shila olmayman ayolim bilan degan bor. Bola bo'lmaydi, qo'shilmas, havodan bo'ladi. Urolog bo'lishingiz kerak va ayolda, erkakda ham birinchi o'rinda biz bu farzandsizlik temasini gormonlar boshqaradi. Yaxshi endokrinolog bo'lishingiz kerak. Siz yoningizga faqat farzandsizlik kelmaydi. Tuxumdon rivojlanmagan 6 yoshli bola kelishi mumkin. Yoki 13 yoshda hayzi kelmaydigan, yoki 17 yoshda kasali kelmaydigan qizlar kelishi mumkin. Matkalar bor. Qini yo'q qizlar keladi. Qini yo'q, umuman vлагалище yo'q, bitib ketgan. Tushunyapsizmi? Moyak bitta bola keldi. Qarangda, barzangi trenirovka qiladi, zalga chiqadi, baquvvat, mendan ikkita keladi. Men bo'yim baland, mendan ikkita keladi. Moyak moshday turibdi, 1 gram. 1 gram moyak, tushunyapsizmi? Nima bo'lgan desa, men yoshligimda operatsiya bo'lganman, kirit tarxizm bo'lgan, tuxum tushirilmagan, kech tushirilgan. Undan keyin bolaga testosteron kerak bo'lgan, zalga chiqib steroidni bosgan, trener aytgan qilgan, bot shishgan, bot yo'qolib ketgan. Urug' nol.
ko'rsangiz, uni hayqasiz, qo'l bersa, qo'lim ikkita qo'lim bunday qilsam ham ikkita qo'liga bitta qo'liga sig'maydi. To'g'ri, bir shapat ursangiz tekis yiqilasiz. Lekin azospermiyani o'ta og'ir turi. Butun dunyoni aylansa ham moyak o'stirib bera olmaydi 40 yoshli erkakka. 1 gram moyak degani yo'q degan. Takani endi siz buni bilasizmi? Biz men qishloqdan chiqqan odamman. Takani bizada qishloqda moyagini olib tashlashadi. U sarka bo'ladi. Nimaga uni semirtirib, boqib, tandirga solish uchun. Go'shtga kirish uchun tuxumini olib tashlashadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni men aytaman, tuxum yo'q bu yoqda deyman. Shunda tuxum yo'q, men ishlay olmayman. Tuxum yo'q ishla. Mayli jinsiy quvvatingni oshirib beraman. Prostatingni davolab beraman, lekin men bor narsa bilan ishlayman. Yo'q narsa yaratuvchi Alloh, men yaratib bera olmayman. Qilsa bo'lardi 16 yoshgacha. 16 yoshdan keyin yo'q. Kecha. Mana shu narsalar, xullas o'rtoqlar, bolalar yaxshi o'qish o'zi kamlik qiladi. Dunyoviy, diniy ilmingiz ham zo'r bo'lishi kerak. Dunyoviy ilmingiz ham zo'r bo'lishi kerak. Faqat ilm, tibbiyot, faqat mana shu bitta soha emas, uni siz boshqa narsalar bilan bog'lay olishingiz kerak. Chunki hozirgi odamlar ahmoq emas, ikkita aspirin, bitta paracetamolni yozdirib aptekadan bir oling. Aptekachilar o'zi doktor bo'lib ketgan. Aptekachilar o'zi yozasiz, bu mana buni ol deb mana qo'y. Chunki u yerda firma boradi, aptekachiga davlat tashab ketadi. Mana shu dorini yozsa deydi, sen mana shu dorini berishga harakat qilgin deydi. Aptekachi u firmadan olgan-ku, bu dorini sotishga harakat qiladi. Xuddi shunaqa deyshadi. Juda ko'p uchun. Chunki u yerda aptekachining bola chaqasi bor, uni ham krediti bor, u odam emasmi? To'g'rimi? Ana shu tomoni bor, tanganing ikkinchi tomonini ham aytib o'tdim-da. Rahmat. Endi ko'proq yana shaxsiyatingizga to'xtalamiz. Umuman Fayoz Aminov kim? O'zingizga qanaqa ta'rif bergan bo'lardingiz? Ta'rif bera olmayman. Hayotda qanaqa inson ishdan tashqari? Men hech kimga yomonlik ravo ko'rmaydigan insonman, yaxshi insonman. Ko'chada ham, mashinada ketayotganimda ham, birovni onangni palon qiladi deb mashinada suv ko'rmaganman. Asabim buzilganda ham gay to'xtatadi. Aka yaxshimisiz? Aka men yomon inson emasman. Ko'chadagi bezdinlik emasman, bangi emasman. Yoki ichib, chakib yuradigan yoki bir nima qiladigan. Men ishimni boraman, 10 soat, 12 soat ishlayman va o'sha ishdan og'ir nagruzkada chiqqan odamman. Menga o'sha chiqqanda nomer so'rashadi-da kasr, aka. Nomer ko'tara olmayman, chunki allergiya. Kimdir changdan, kimdir guldan. Men yolg'izlik bo'ldi. Birdan chiqib ketaman yolg'iz. Biror joy restoranga borsam, bir o'zim burchayda o'tiraman. Yoki vaqtim bo'ldi deyish bilan tabiatga qo'yna chiqib ketaman. Menga tabiat yoqadi, tinchlik, sukunlik, Chorvoq, Amirsoy, Xevens, mana shu Bo'stonliqga men bormagan joy qolmagan, tochka qolmagan. Payshanba chiqib ketaman, payshanba kechga boraman, uxlayman, juma kuni obedda qaytib kelaman. Ya'ni bitta tog'da uxlayman, o'zimga o'sha bir haftalik energiyamni olib kelaman. Yolg'iz bo'lsam olaman. Yonimda kimdir bo'lsa gapga soladi, ko'ryapsiz, to'xtamasdan gapiraveraman-da. U meni gapga solsa, keyin yana men og'zim charchab, yana unga energiyam berishni boshlayman. Hozir siz meni qancha ko'p energiyamni olishingizni tasavvur qila olmayapsiz-da. Uyga boraman, osilaman. Tushunyapsizmi? Shuning uchun menga yolg'izlik yoqadi, juda ham yoqadi yolg'izlik. Çünkü bu meni kasbiy kasalligim. Men aytaman, kasb kasalligi degan narsalar bor-da, masalan, prostatit, jinsiy zaiflik, shofyorlarda kasb kasalligi. Meni kasbiy kasalligim yolg'izlik bo'lsa kerak. Hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaydigan, kimga bo'lsa faqat pozitiv, yaxshi bo'lsin deyman. O'zimni o'ta yaxshi ko'raman, o'zimni juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi kiyinishga harakat qilaman, yaxshi kam ovqatlanaman, yaxshi ovqatlanishga harakat qilishim mumkin. Chunki meni ovqatlanishga, kiyinishga vaqtim kam bo'ladi. Tushunyapsizmi? O'zimga vaqt kam ajrataman uchun faqat o'zimga yaxshi narsalarni tilayman. Faqat yaxshi narsalarni xohlayman. Shuncha shu, boshqa ta'rif bilmadim. Tushunarli. Atrofdagilar ta'rif bermasa, men bir narsa deya olmayman. Hozirgi balki yomon xarakterim ham bordir. Yomon ta'riflarim ham bordir. Charchaganimda kimdir gapiradi, yoqmaydi. Menga uyga boraman, tinch qo'y. Ozgina o'zimga kelib olay deyman-da. Sal o'zimga kelib olib, keyin kimdir bilan gaplashishim mumkin. Shunaqa xullas. Hozir uyga boraman dedingiz, grafikingiz bilan tanishganimda ko'rib hayratda qoldim. Haftada 7 kun, ish bir kunda 100 dan ortiq bemorlar bilan konsultatsiya. Bu nerealniy, tasavvur qilishga qiyin bo'lgan ish rejimida umuman oilangizga, farzandlaringizga qanaqa buni orasida vaqt ajratasiz? Oldin ayolim qizlardan ko'proq rashk qilardi.
Chunki oldin ishim svobodniyroq bo'lardi. Endi TikTok boshqa sevdim, bo'ldim, kuydim bo'ladi. Men hozir endi yana ham norozi, baribir ayolni rozi qilish qiyin. Baribir ham norozi vaqt ajrata olmasligimdan. Xohlayman, svobodniy, yaxshi kayfiyatda bo'lishni, lekin menga bolani injiqligi, charchagan odamni tasavvur qiling, yosh katta 70 yoshli kampirni tasavvur qilingda, bir insonni bir vag'irlashi, bolani gapirishi, bolani injiqligi, yig'isi yoki ishdan charchab bo'lasiz, kimdir nimadir kamchiligi. O'sha narsalarni eshitgim kelmaydi, o'sha narsalarni ko'rgim kelmaydi. Oilaga vaqt kam ajratyapman. Bu ham kasbiy kasallik. Lekin ayolim maksimum tushunishga harakat qiladi. Bolalarim sal katta bo'lib qolganidan tashvishim bor. Mensiz. Ana shundan qo'rqaman. Yaxshi u maktablarga borishadi, yaxshi bog'chaga boradi. Mana ayolim ikkinchi mutaxassislik bo'yicha stomatologiyada o'qityapman. Mayli kelajak qiziqsang qil, sharoit yaratib berganman. Hamma narsasini sharoitini yaratganman, faqat u sharoit ichida o'zim yo'qman. Ana shu meni eng katta xatoyim bo'lishi mumkin, kamchiligim, lekin bu kamchiligim erta kelajakda qanaqadir xatoliklarga sabab bo'lmasmikan degan xavotirim bor. Daji o'sha juma kuniga ham daji oilam bilan emas, o'zim ketishga harakat qilaman, chunki allergiya bo'lib qolganman. Yolg'izlik. Mana shu narsalar bu kasb kasalligi. Menimcha qachondir ishimni sal kamaytirib, sekin yana bu yo'lga o'tib olsam kerak. Bu bo'sh vaqtingiz bo'ladimi o'zi? Bo'ladi. Nimalar bilan Futbol bo'ladi. Futbol, hobbi bo'ladi-yu. Hobbi degan narsa bor. Bu studentlik paytimdan qolgan hobbim bu futbol o'ynash. Keyin ko'chada, mashinada sayr qilish. Kimdir mashinada charchayman dedi-ku, men ishdan chiqqandan keyin aqliy mehnatni boshqa narsaga chalg'itgan uchun maza qilib dam olaman. Yaxshi qo'shiq eshitish, uzoqroq yo'lga yurgim keladi. Tog' yo'li, uzoqroq yo'l. Mana shu narsa menga rohat, dam olish. Shu asosan yaxshiroq restoranda borib o'tirish, toza havodan nafas olish. Balandroq etajli joyda, 25-etajdami, 30-etajdami o'sha yerda o'tirib, pastda sochgani tepadan tomosha qilib, o'tirish, choy ichish yoki nimadir qilish. Shu asosan, boshqa narsa yo'q. Boshqa narsaga vaqt yo'q. Deylik, farzandsizlikda erkak aybdor. Va mana shunday vaziyatda ayol qanday taskin berishi mumkin? Erini qanaqa qo'llab-quvvatlashi mumkin? Og'ir savol, chunki bu oila psixologiyasi. Hamma ayol bir xil emas. Hozir men aytganim bilan birdan borib eriga mamnaq qiling demaydi. Birinchi masala jinsiy aloqa bilan farzandsizlikni bog'lamaslik kerak. Aloqa bo'lsa bola bo'ladi deb harakat qilgan xotinda bola bo'lish yillar uzoqlashib ketgandan keyin erkakda ham ayolda ham birga qo'shilishdagi xohish kamayib ketadi. Bu degani kasallik emas. Xotin keladida ayolni chiqarib o'rib aytadi: "Aka, ayolimga nisbatan xohishim yo'q" deydi. Xo'p, ko'chada dahshat deydi. Sog'lom erkak nimaga yo'q? Urush bo'lgan, bag'ir-bug'ri bo'lgan, sansan bo'lgan, gap qaytargan, bir ikki tarsaki bo'lgan, orada xotin shunaqa munosabatlari bo'lganda erkak kishi bitta ko'ngli qolsa, keyin o'sha yerda pastel temasi orqaga qarab ketib boshlaydi. Va bu narsa surunkali bo'lgandan keyin 10 marta, 15 marta bo'lgandan keyin o'sha ayolga nisbatan immunniy fokus qaratiladi. O'sha ayolga nisbatan jelaniya bo'lmay qoladi. Bu degani sog'lom kasal degani emas. Qiziq holatlar ko'p bo'ladi. Xullas, deydi ayolimga nisbatan menga qara deyman. Hech qanaqa dunyoda sehrli dori yo'q. Mana shu dorini ichasan, mana shu bitta ayolga nisbatan xohishni kuchaytiradi. Men dorini beraman, lekin senda butunlay jelaniya oshadi. Luboy bilan bugun kelib qolishi mumkin. Bu erkakda shahvoniy, hayvoniy hirs bor. Agar u erkak bo'lsa, kasal bo'lmasa, sog'lom bo'lsa shu hirs bor. Faqat uni jilovlash hammaning qo'lidan kelmaydi. Bu juda qiyin narsa. Men bu aytdim, erkaklar chidash qiyin deb. Lekin men dori yozib beraman. Bu faqat ayolingga nisbatan ereksiya qilib beradi. Bo'lmayapti deyaveradi. Yo'q, uni dorisi yo'q. Uni dorisi romantika, ko'proq gaplashish, suhbat qilish, sayrga chiqish, yurish, gullar, restoran, sovg'a. Mana shu ayolga aytadi, xohishim yo'q. Xohishi dorisi yo'q ayolda. Agar bo'lganda maktabda sog' qiz qolmasdi yoki litsey kollejda sog' qiz qolmasdi. Aldab-suldab
beraveradi, nimadir qilib, sarxush qilib bir narsa qilib qo'yishi mumkin-da. Xohishi dorisi bu gul. Bu ayoldagi shirin so'z, e'tibor, iPhone 17 Pro Max, restoran, mana shu ayolning xohishini uyg'otadigan narsa. Bo'ldi shu. O'ziga hayotda suyana oladigan insoni borligini his qildirib turish kerak-da, his qilish. Ishonadigan odam, moddiy tomondan shit, hayotning qiyinchiliklariga turib beradigan zashita. U ayol yolg'iz emasligini, u bilan yanada kuchliroq bo'lishini va to'laqonli ishongan odamiga hech qachon xohishi o'lmaydi. Hech qachon pastel temasida. Erkaklarda xohish sal boshqacharoq bo'ladi. Erkaklar sal hayvoniyroq hirslar bor. U sizga ham, unga ham, bunga ham xohish bo'lib ketaveradi. Shuning uchun erkakning xiyonati kechiriladi, ayoldagi kechirilmaydi deb chiqib qoladi-ku storieslar. Chunki ayollar xiyonat qilish uchun yuragini oldin zabt etish kerak. Erkak yuragini zabt etish kerak emas. Mana shunaqa hozir juda ham ko'p er-xotinlar ajrimiga sabab bo'ladigan mavzularda, balki kimgadir yaxshi, kimgadir yomon ko'rinarsiz, hozir internet, Instagram, TikTok, Telegram insonni ham, ayol qizlarni ham, bolalarni ham fikrini buzadigan narsa ko'p-da. Ayollar ko'p ham bunday ko'rib, birdan begona erkakka xohish uyg'onmaydi ayolda. Qizlar, erkaklarda shu bor-da, shu uyg'onadi. Endi Alloh shunaqa yaratganda biz erkaklarni. Uyg'onadi, yozadi, yozishdi. Xo'p, balki o'sha payt oilasi bilan nimadir muammosi bordir. Balki ishidan bir siqilib yurgandir. Balki biror bir yutug'ini yumoqchi bo'lgandir. Nimadir qiladi, balki chalg'itmoqchidir o'zini. Uni ham tushunish kerak. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da, hech kim kitobdagidek yasha olmaydi bu hayotda. Yo'q, siz yashaysizmi shunaqa? Yo'q, yashab bo'lmaydi. Nechta diniy ulamolarni ko'rdim, nechtasi bilan gaplashaman, nechtasi bilan masallashaman. Fatvodagi akalarimiz bor, biladi, hammasi taniydi. Ular bilan so'rashaman, boshqa qilaman. Fikr almashadigan joyimiz bo'ladi. O'zi so'rashadi, Faruz aka, mana bu masalaga qanaqa qaraysiz deydi. Tergovchilar keladi, mana shuni masala zo'rlangan deydi, mabitida zasos bor ekan deydi, qiz yozib beribdi ustidan deyapti. Qarang. Shunga deyapti, siz deyapti, fikringizni ayting deyapti. Zasos bo'lsa deyman, bu balki tishlangandir, qiz o'zini himoya qilish uchun tishlagandir. Yo'q, agar zasos bo'lsa, bu уже sevishgan. Ayol o'zidan zasos qo'ymaydi. Lekin qiz zo'rlangan deb yozib o'rayapti ana bolam ustidan. Xullas shunaqa mavzularda o'zimizni mavzu izdan chiqib ketib, nima mavzu? Kishini qanaqa qo'llab-quvvatlash? Qo'llab-quvvatlash qolib ketdi. Erkak kishini faqatgina ruhiy tomondan qo'llab-quvvatlash bo'ldi. Uni moddiy tomondan qo'llab-quvvatlay olmaydi. Ayol kishi hech qachon unga ruhiyatini tinchlantirish kerak, qornini to'yg'azish kerak, kamroq asabini buzish kerak bo'ldi. To'g'risi, kamroq qayerda edingiz, qachon kelasiz, kim bilansiz, nima qilyapsiz degan savollarni kamroq berish kerak. Uyqusi kelganda gapga solmas kerak, qorni och bo'lganda gapga solmas kerak. Ya'ni o'sha paytda muammolarni erkakka aytmas kerak. Agar eringizga ko'proq yoqaman desangiz, uxlayotganda uyqusidan uyg'otib yoki ishlari ko'p bo'lib yonib turgan paytida, ya'ni siz uni hozir miyasida yo'qsiz, boshqa unaqa bo'rida u, bo'ri ovga yuribdi. Chalg'itmas kerak va qorni och, ishdan charchab, kimdir bilan urushib, yo'lda so'kishib, mashinada kimdir siqib olgan holatda kelgan paytda birdan muammodan boshlamasdan, qornini to'yg'az, oyog'ini massaj qil, suv tayyorlab qo'ydim, yuvintir, cho'miltir, boshqa qil, keyin bir piyola choy ichganda bizni birlikda sigaret chaksa chakar, keyin ering bilan gaplash. O'shanda menimcha to'g'riroq bo'lsa kerak. Bu endi hali yoshman, bu kitobda yozilmagan, bu shunchaki tajribadagi gap, tajribadan o'tgan gaplar. Menimcha shu to'g'ri bo'lsa kerak. Rahmat. Jamiyatdagi farzandsizlik bilan bog'liq sizni eng ko'p ranjitadigan, eng dilingizni xira qiladigan qanaqa holatlar bor? Farzandsizlik bilan bog'liq eng dilimni xira qiladigan holatlar ayollarga nisbatan shafqatsizligi. Ayollar futbolida agar ko'rgan bo'lsangiz, erkaklar futbolini ko'rsangiz, tepsa chiqib uzrini so'raydi yoki oyog'ini maksimum tramay kamroq yetkazishga harakat qiladi. Ayollar futbolda ayamasdan tepadi. Ayollar futbolda ayamasdan yanchadi. Chunki ayolda shunaqa o'zini jinsiga nisbatan shunaqa vahshiylik deysizmi, shunaqa ko'ra olmaslik deydimi, raqobat bormi, qanaqadir miyasining ichidagi raqobatmi, shunaqa narsa borda endi bu sizlarning kiyinishingizdan bilinadi. Qo'lida bitta qimmatroq narsa olsa birdan storiesga qo'yib reklama qiladi. Masalan, qizlar, o'rtoqlarim ko'rsin, menda tako shunaqa narsa bor. Raqobat borda. Va shu raqobat
qaynona kelin orasiga tushib qoladi. Ya'ni bu yerda o'g'ilda raqobat qilishadi. O'g'il maniki bo'lib qoladi. Oilaviy temada ko'proq jabrni mana bu qiz tortadi, kelin tortadi. Chunki bu kelin hech kim sizni xonadoningizga mana shu erkakni baxtsiz qilaman, mana shu qaynonani baxtsiz qilaman, o'g'lini o'zimniki qilib olaman, bolasiz o'tkaziraman deb kelmaydi. U ham birovni bolasi, u ham birovni jigar. Ertaga seni nevarang shunaqa bo'lishi mumkin deyman. Ertaga boshqa qizingdan qaytishi mumkin. U ham baxt izlab kelyapti. Baxt izlab kelyapti. Timoli qiz bolaning taqdiri o'zini qo'lda emas, siz uni taqdirini belgilab bo'lgansiz. Uni o'zi qaynonani o'zi taqdirini belgilab qo'ydi-ku, to'g'rimi? Endi unaqa shafqatsiz emas kerak. Naborat, og'irroq. Mana shunaqa qaynonalarim bor. Kelinlarini o'zi qo'li bilan yetaklab, meni yonimga olib kelishib, Fayozjon, urishib qo'ying, kelinimga urishib qo'ying deb kelini bilan o'rtoq bo'lib ketgan qaynonalar ham bor-da. Hamma qaynona yomon deb faqat boyagi kinoni ko'rib yomon qaynona obrazi shakllanib qolmasin. Zalotoy qaynonalar bor, zalotoylar. Bolasini, qizini, kelinini qiz deb qabul qilgan. Naborat o'g'lini kelini bilan birga so'kishadigan qaynonalar bor-da. Shu og'riqli masalalar shu bir tomonda ko'proq azoblanish ko'proq bo'ladi bizda. Ya'ni ayol tomonda azob ko'proq bo'ladi, chunki erkak tomon baribir ko'chada ko'proq yuradi, boshqa qiladi. Yana og'riqli tomoni aniq, endi bu doktorlarga yana tegishliroq, natija ola olmasligini, foizi kamligini bilib turib, bularning o'zini topib olgan bitta fishka gap bor. Biz bemorga shans berishimiz kerak deyshadi. Biz bemorga imkon berishimiz kerak, o'zini imkoniyatidan foydalanib ko'rish kerak. Hoy inson 40 yoshli ayolga, 01 ayimga bitta yoki ikkita kletkasi bor. Men aytib turibman statistikani. 10 tadan bitta ikkita embrion chiqadi, sog'lom. Hali uni bitta ikkita folikulasi bor. Hali embrion emas u. 10 ta embrion bo'lish uchun 40 ta folikula kerak u ayolga. Eko qildiryapti, 7-8 million analiz topshirtiryapti-da, keldi kasal. Qarang, Alloh shuni menga to'g'rilagan. Kasal shunga, Fayoz aka, men ertaga mashqinlikda ekoyimni boshlayman deb keldi. Shoshib aka, ayim men aytdim 1% garantiya dedim. Nimaga? Chunki yoshing katta. Eng yomoni aytdim, tuxumdonda folikula zaxirasi kam bo'lsa, siz uni o'stirishga dori berasiz. Bu stimul, kuchli gormon va u gormon arzon turmaydi. 15 million, 10 million, 20 million turadigan, chet eldan olib kelinadigan stimulyator gormonlar, fezgelgi preparatlar. U folikulaga ta'sir qilish kerak, lekin u folikula tuxumdonida bo'lmasa yoki kam bo'lsa, qayerga ta'sir qiladi? Kim kafolat beradi ta'sir qilmasligiga? Masalan, oddiy misol. Beda degan o'simlikni bilasizmi? Beda, ha? Mollarga o'riladigan, ha? Ekdingiz, chumchuq ep ketdi. Ertasiga shudgor qilib barana qildingiz, sug'ordi, selitra berdi, sug'ordi. Xullas, bedani o'stirishingiz kerak, ha? Lekin u yerda bedani urug'lari kam tushganligi uchun u yerda begona o'tlar o'sadi. Chunki siz selitra berdingiz. Selitra bu stimul. Agar folikula yetarli bo'lsa, okey, всё хорошо, hech qanaqa xavfli tomon yo'q. Lekin folikula zaxira kam bo'lsa, u dorini olganda xuddi u organizmdagi atipiskiy kletkalar bor. Men hozir aytdim, biz radiatsion davrdamiz. Biz ko'p nurlanamiz. Oddiy energetik ichasizmi, sun'iy ximikat narsasizmi, ichingizga borib, qanaqadir atomli zarra sifatdan parchalanishi mumkin. Parchalanadi va u hazm bo'lmaydi, chunki insonning tanasi tabiat yaratgan narsani hazm qilishga mo'ljallangan. U inson yaralgan paytida bunaqa narsalar bo'lmagan. O'sha paytda ham shu fermentlar, ptialinizatsiya, amilaza fermentlar bordi, 100 yil, 200 yil hozir ham shu fermentlar. Boshqa yangi ferment chiqqan yo'q hali. Ya'ni uni parchalaydigan. Ya'ni bizda atipiskiy kletkalar bor. Inson yo rakkacha o'ladi, yo rakdan keyin o'ladi degan bir mavzular bor-da. Ya'ni yo rakkacha o'ladi, yo rakdan keyin o'ladi degan gaplar bor, to'g'rimi? Boyagi doriz folikulasi kam ayolga boshqa kletkani o'stirib yuborishi mumkin. Eng yomoni, xavflisi shu. Ko'kragida rak o'stirishi mumkin. Tuxumdonida, matkada, miomada u aynan folikula zaxirasi kam bo'lgan ayolga shunaqa ta'sir qiladi. Folikula zaxira cho'tki bo'lsa, muammo yo'q. Tuxumdonlar maza qilib ishlaydi. Zo'r eko natija oladi. Lekin 40 dan oshgan zaxira kam bo'lgan ayolni nimaga qiynaydi? Nimaga? U birovni qizi u ham yoki bir ikkita bolasi bordir, kimdir onasi u. Jet 3-4 so'm pul qilaman deb bemorlarni u ertaga bitta bolali bo'lar ekansan deb ertaga u bolang o'gay ona tarbiyalashini xohlosam, ertaga keladi doktor, kinolarda bo'ladi. Onani saqlab qolaylikmi, bolani saqlab qolaylikmi? Kinoda bo'ladi. Nima qilasizlar? Shunaqa vaziyat xohlaysizmi? Qo'y, tinch o'tiraylik deyman. Men bemorga tushuntiraman o'zini vaziyatini. Boshqa variantlarni. Tanla. Tanlov saniki. Men hech kimni majburlamayman.
Xohlagan ishingni qilib ber. Men seni ishchingman. Men oyligimni beryapsan, men seni xizmatkoringman. Tilagin. Mana shuni qilib bering doktor deb shu yo'ldan olib yuraman. Yo, mana shuni qilib bering shu yo'ldan olib yuraman. Lekin rezultatlarni o'zi yaxshi biladi. Shunaqa narsa. Shuni analizdan ko'ramanda 80% analizing keraksiz. Keraksiz. Aynan bisplodiya bo'yicha o'zini tochkalar bor. Bo'ldi. O'shani sperma morfologiya martez, rentgen, garmi bo'ldi, tashxis yetadi. Zo'r biznes bo'lib qoldi hozir bu. Hozir bor, u asosiy narsa qolib ketganda, boshqa narsa bor. Infeksiya, jigar fermentlari, buyrak fermentlari, SRB, opsionalis krovi, nimadirlar. Xullas, keraksiz narsalar. Bu laboratoriyani ishlatish. Даже spermadan ko'riladigan bir urug'da DNK tekshiruvi borda, qimmat analizi 1,5 million so'm turadi. Urug'da irsiyatini oxirida tekshiraman. Ko'p bemorlarda shu yaxshi chiqadi uchun tekshirishgacha ham ehtiyoj qolmay qoladi. Ya'ni o'sha diagnoz уже bu yerda borda muammo. Buni men to'g'rilagan bilan bu muammo bor. Bu muammo to'g'rilab bo'lmasligi mumkin. Ana shunaqa asosiy narsalar qolib ketib, stolim usti to'la qog'oz bo'lib ketadi. Erimni ochaman. Klinikasini ko'rsam уже tushunadigan bo'lib qolgan. Ochaman. O'zimga kerakli 2 ta yo 3 tasini olaman. Nimaga bu men baribir o'zim tekshiraman. Nimani tekshirishimni ko'rib olay deyman. Masalan, urug' 0 holatda men urug'da morfologiya, urug'da tekshirmayman, urug' 0 turibdi. 0mi? Demak, boshqa narsa tekshirish kerak. Moyak ichida urug' bormi, yo'qmi? Moyak ichini ochganda ichkarida urug' chiqadimi, uni tekshirish kerak. Uni tekshiruv boshqacha bo'ladi. Mana shu narsalarni qilishmaydi. Sani papillomang bor ekan, san uning bor ekan, san unaqa bo'ladi, eringni yuqtirib qo'ysa, bitta oddiy bakterial vaginoz, mazokda shomollash. Endi hozir video bo'lsa aytardim. Qin bilan matga steril organ emas, u yerda hech qachon bakteriyasiz muhit emas u joy. Pastiyan u yerda bakteriya bo'ladi. Bakterial vaginoz. U bu yerda har doim bo'ladi. Faqat ozgina titr oshsa hidlanish boshlanishi mumkin yoki ajralmalar yoki boshqa narsa. Lekin titrni oshirmasligi, o'ziga qarab yuradigan ayol hech qachon titrni oshirmaydi. O'ziga qarab, svechasini qo'yib, obrobotkasini qilib, o'ziga qarab yursa, u ayolning yuzi. Yosh qizlar bilan yosh kattalarning nima farqi bor aytaymi? Yosh qizlar yuziga qaraydi, bu yerga qaramaydi. Yosh kattalar yuziga qarasa qaraydi, balki yosh qizdek oldingidek ko'rkam bo'lmasligi mumkin, lekin pasini mana shunday qilib tutadi. Chunki ular уже biladi, opiti bor. Tushunyapsizmi? Bu уже eng asosiy narsa. Ayniqsa pastelda. Uyalib qolmaslikni xohlaydi. Yosh qizlar ash joyga qaramaydi. Jamiyatdagi illatlarga qaytamiz. Hozirgi kunda psixotrop dorilar, turli energetiklar, spirtli ichimliklar, sigaretalar buni farzand ko'rishga qanchalik ta'siri bor? Birinchi o'rinda bu psixotrop vositalar, ichish, chakish, zararli odatlar, har xil narkotik psixotrop vositalar inson organizmini charchatadi, hujayra to'qimalarini tez qaritadi va dori ta'sir qiladigan nerv hujayralarini pasaytiradi. Sezuvchanligini pasaytiradi. Chakib yurgan, nasha chakib yurgan odamga dori ta'sir qilmaydi. Covid payti ko'rganman buni. Birinchi marta 20-chi, men Covidda ham ancha-muncha ishlaganman-da. Covidda 3 yilmi, 2 yilmi tinimsiz duh bo'lgan ekanda, viziblarga yurardim uylarga, skafandrlar kiyib, oxiri Covid bu psixologik kasalligini bilganimdan keyin skafandrsiz yurganman. Ko'pchilik o'shandan tanib qolganman-da. Duh qayerdan? Bu duh Coviddan deyman. Bu bemorlarni o'sha paytda ham tuzatardik, boshqa qilardik. Boyaga shunaqa paytda vizitga borib qo'yganman. Kattaroq auditoriyaga tushganman-da, qimmat vizitim bo'lgan. Vizitim qimmat bo'lgan. Chunki hayotimni xavfga tiqib borganman. Faqat o'zim emas, bolalarim ham hayotini. Oilamga boraman-ku baribir. Narkotik iste'mol qiladigan bir odam uyiga borganman. Uni menga ayol aytib qo'ygan. Aka, erim shunaqa tortadi degan. Qani qilib ko'radi. Dori beraman, ta'sir qilmaydi. Dori beraman, ta'sir. Umuman hamma davolanib kelgan, hamma tuzalgan, shu dori shunga ta'sir qilmaydi. Ya'ni nashani hisobidan nerv sezuvchanligi uxlab bo'lgan. Ertaga bitta gripp bo'lsa ham tuzalish qiyin bo'ladi. Yani ular endi bu ko'knorni qaynatib ichamiz dedi. Mayli, tabiatdan chiqqan narsa, uni pilisi minisi tibbiy dori sifatida ham ishlatishadi uni. Masalan, ba'zi bir dorilar bor, nevrologik statuslarda, nevrozlarda psixotrop vositalar dorilar ishlatiladi. Lekin u kasal uchun ishlatiladi. Lekin ko'pchilik shu psixotrop vositalarni dorilarni
Ya'ni o'sha nevroz, yana ana bu sudirgi kasallarda beriladi-ku u narsalar. Kayf maqsadida ichadi yoshlar, tabletka ichadi. Ertaga polniy nerv tizimlar uxlaydi. Uni ichgan yoki uni chakkan odam qanaqa holat bo'ladi, aytaymi? Sizga hayotdagi boshqa insonlarning xatti-harakati, sizga bo'lgan xatti-harakati, hayotda yashashdan ma'no maqsadi pofik bo'lib qoladi. Hech narsani o'ylamaydi. Hech narsa. Bolali bo'lasanmi, bo'lmaysanmi, ota-onang o'lib ketdimi, o'lyaptimi, kasalmi? Yo'q, u hozir o'sha payt osmonda uchyapti. Bo'ldi, mana shu uchun shuni eng zo'r kayfi shu. Birinchidan barakasini yo'qotadi, ikkinchidan cho'nchagini kasal qiladi, uchinchidan oilaviy notinchlik olib keladi. Faqatgina bu farzandso'ylik emas, luboy kasallik. Yuragida ertaga bir kun insult, boshida yuragida infarkt, qon tomir kasalliklarini asosiy kelib chiqishi foizi O'zbekistonda eng ko'p o'lim qon tomir kasalligi, infarkt, insultdan o'ladi O'zbekiston bo'yicha. Zararli odatlar, spirtli mahsulotlar va tamaki mahsulotlaridan bo'ladi eng ko'pi. Energetiklar-chi? Energetik ichida kofein bor, taurin bor, yana bir qancha ximikati bor, tarkibida rang beruvchi, hid beruvchi, ta'm beruvchi mahsuloti bor, uni to'g'rimi? Hamma narsa bor. Yurak va asab tizimini juda ham kuchli charchatadi. O'zi spokon ishlab turish kerak bo'lgan narsani kuchliroq ishlatishga harakat qildiradi. Uyqusizlik eng yomon dori bu uyqusizlik, eng yomon zahar bu uyqusizlik. Energetikizdan ham, ichishingiz chakishingizdan ham ko'ra uyqusizlik yomon kasallik. Chunki inson biologik soat 12 bilan 4 orasida uxlash shart. Uyquda bo'lish kerak. O'sha paytda melatonin chiqadi. Melatonin bu uyqu gormoni, uxlagan odamda chiqadi. Va u uxlagan paytingizda qayerda nosozligingiz bo'lsa tuzatib chiqadi. Bolg'achani olib, yamab chiqadi. Bisplodiyami, urug'ingning morfologiyasi yomonmi, gormoning yomonmi, vazning bormi, follikulang yorilmayaptimi yoki yurak kasal, miya kasal, hammasini birinchi negizi uyqusizlik. Masalan, sizda ham bu muammo bo'lishi mumkin, chunki juda ham ko'pchilikda uyqusizlik bor. Yosh katta bo'lgandan keyin o'zi shundoq ham uxlolmaysan. Hozir uxlab, energiyani yig'ib, miyangda ertalab uyg'onganda erkaklarda testosteron ishlab chiqaradi uxlagan odamda. Shuning uchun ertalabki ereksiya degan narsa bor erkakda. U testosteron uxlamagan odamda chiqmaydi. Va surunkali o'sha zaryaddan, surunkali o'sha melatoninni, ya'ni tabiat yaratgan o'zini dorisi bor, Alloh bergan, seni tuzatadigan, kechqurungi yo'qotilgan hujayralaringni tuzatadi. Nimaga soch to'kiladi, nimaga kiprik to'kiladi, nimaga yuzga ajin tushadi? Melatonin yo'q, remontdan qolib ketyapsan. Surunkali remontdan qolib ketding. Mana shundan keyin bizani kasalliklar ko'payadi. Bizani ishimiz nimaga ko'payib ketdi? Chunki jamiyatda palapartishlik ko'p. Hech kim sog'lom, sifatli hayot tarzi olib bormayapti. Hech kim to'g'ri ovqatlanmayapti. Ertalab nima yeyish kerak, obed nima yeyish kerak? Palapartish yegancha yeydi. Hech kim sportini daji qilmaydi, erinadi, ishdan keladi, uxlaydi, yurmaydi. Xatyabi bir kunda 40 minut piyoda yurgan erkak yoki ayol ovqatini o'zini vaqtida yegan inson 6 dan keyin ovqat yemasin deyapti. Necha yildan beri gapirilyapti. Yurish, uyqu va ovqat. Ana shu erkak bilan ayolni oilasida bisplodiya juda ham kam foizda uchraydi. Agar yoshligidan bir kasallik bo'lmasa, qiyin. Unaqa agar 3 ta holat bo'lsa, qilsa, uxlash, yurish va ovqatlanishni to'g'ri qilib borsa, tanasi faqat bisplodiya emas, boshqa kasalliklar ham chalinmaydi. Asabiy bo'lmaydi, yuragida sanchiq bo'lmaydi, boshi og'rimaydi, yana nima bo'lsa, ortiqcha vazn bo'lmaydi. Ovqat yeganini yotsa, vaznmi o't qopi dimlanmaydi, yuragida tosh bo'lmaydi, bo'g'imi og'rimaydi. Shunday hayotdan maqsad faqat yeyish, ichish, yotish emas, to'g'rimi? To'g'ri. Chiroyli yashash kerak, chiroyli bo'lib yashash kerak, chiroyli joylarni ko'rish kerak. Chunki bu hayot juda ham tez, juda ham. Menda shunaqa juda ham tez, chunki ertalab ishga boraman, quyosh ko'rmasdan o'sha ko'chaga chiqaman. Birdan qorong'i bo'lib qoladi. Meni kunim o'tib ketdi. Foydali o'tyapti, Allohga shukr, alhamdulillah, foydali. Lekin hayotni tezligini ko'rib, shunday anaqa qilib qoladi. Yaqindagina yangi yilda otpuskam bor, 15 kun. Yaqindagina chetga dam olib keldim. 3 oydan keyin yana yangi yil kelyapti. Men uchun shunaqa hayot juda ham tez. Qisqa savol, qisqa javob. Harakat qilaman qisqa javob berishga, lekin men uchun bu qiyin. Ketdik. Boshladik. Energiya manbaingiz nima? Uyqu. Bolalikdagi eng katta orzungiz nima bo'lgan va u ushaldimi? Orzularim juda ko'p bo'lgan, lekin armonim yo'q. Armonim bo'lishini xohlamayman bu hayotda.
o'ylagan narsam birinchi navbatda qo'lim yetadigan narsani o'ylashga harakat qilaman. Ya'ni samolyotim bo'lishini xohlamaganman masalan, chunki unga qo'lim yetmaydi. To'g'risi, men xohlagan narsam hammasi yonimda. Men o'ylagan hayotda yashayman. Men orzu qilgan hayotda yashayman. Armonim yo'q. Hamma orzularimga inshaalloh asta-sekinlik bilan erishaman. Hammasi menda 5. Yaxshi. Bir kun boshqa kasbda ishlash imkoniyati berishsa, bu qaysi kasb bo'lardi? Yo futbolist bo'lardim yoki uchuvchi bo'lardim. Kumiringiz, ya'ni eng yaxshi ko'rib havas qiladigan insoningiz kim? Mentaliteti nuqtai nazardan, matonati nuqtai nazardan, o'zini kasbiga nisbatan vafodorligi, sodiqligi nuqtai nazardan, o'zini sevishi nuqtai nazardan bu futbolchi Cristiano Ronaldo. Bu faqat menga emas, juda ham ko'pchilik insonlarga bu o'rnak bo'la oladigan haqiqiy lider inson. 40 yoshgacha hali ham zvezda. Bu faqat futbolni yaxshi ko'rganimdan emas, uni hayotini bir ko'ringlar. Uni onasi olib tashlamoqchi bo'lgan, bilasizmi? U bola noldan chiqqan bola bo'lgan. Noldan chiqqan bola hozir dunyodagi eng boy inson. Nimaga erishdi? Bu hammasi tartib, intizom, o'zini mehnatini sevish orqali erishdi. Ana shunaqa bo'lish kerak. To'g'ri. Hayotingizdagi eng katta qo'rquvingiz bormi? Yo'qotishdan. Yaqinlarimni yo'qotishdan. Eng katta yutug'ingizni nima deb o'ylaysiz? Eng katta yutug'im hozirgi komandam bilan birga ishlayotganligim. Yutuqlarim ko'p. Masalan, oilam yutug'im, farzandlarim yutug'im, ota-onamning hayotligi yutug'im. Shu ham masalan kim uchundir armon-ku. Eng katta yutug'im, hayotimni o'zgartirib yuboradigan darajadagi yutug'im bu meni komandam. Ya'ni ishdagi komandam. Qadriyatingiz nima? Qadriyatlar bu katta mavzu. Ishdagi qadriyatlarim bor, uydagi qadriyatlarim bor, ko'chadagi qadriyatlarim bor. Ishda boshqa odamman, ko'chada boshqa odamman, uyda boshqa odamman. Ko'chaga meni ko'rgan odam doktor deb o'ylamasligi ham mumkin. Chunki kiyinishim, yurishim, kepka bostirib, odamovroq bo'ladi-yu. Boshqacha o'zimdan inson yasashni xohlaymanki, boyagi Fayozni unutishni xohlayman. Chunki u Fayoz ertagani uyg'onishganda yana o'sha Fayoz. Shunaqa holatda men miyam bilan kelishib ishlayman-da. Maqsadim uzoqroqqa borish. Qadriyat masalasiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik biladi, menga bemorda kissasidagi puli unchalik muhim emas. To'g'ri. Meni ham xarajatlarim bor, meni ham kreditlarim bor, meni ham hammada bor, tashvish menda ham bor, meni ham orzu havasim, to'y tomosham bor. Allohga ming qatla shukr, pulsiz odam emasman. Yoshligimda shunaqa bo'lib o'stirishgan. Ya'ni ko'nglim tusagan, qo'lim tusagan narsamni ota-onam yonimga muhayyo qila olgan. Ya'ni dadam hech kimda fermer yer yo'q paytda dadam fermer bo'lgan. Biz masalan birinchi kasb rayondan ekan, Nexia mashina olganmiz. Men esimda qolgan narsalarda biz yaxshi oilada katta bo'lganmiz. Mani buvamlarni tanishadi, meni bilganlar. Buvam masalan tuman hokim bo'lgan. Men pulga muhtoj bo'lib o'stirishmaganda, shuning uchun menga bemorlarni puli muhim emas. Men u pulni qayerdan topib kelishini men juda yaxshi bilaman, chunki men o'sha joydan chiqqan odamman-da. Men qishloqda o'sib katta bo'lganman. Mol sotadi. U yerda odamlar qanaqa tirikchilik qilishini men juda yaxshi bilaman. Masalan, ertadan kechgacha terimchi paxta dalasida 200 ming, 300 ming so'm pul uchun belini og'ritib, chang yutib paxta teradi. Va o'shani 10 kunligini olib keladi, 2 million so'm pul bilan keladi. O'zi uchun kasalligidan tashqari begona narsaga sarflab yana qaytib ketadi. Mana shu narsalar insonni anaqasiga tegadi. Qadriyatlar shu bemorni xohish istaklarini inobatga olaman, lekin u men uchun asosiy narsa emas. Bemorni ko'ngliga qarashga harakat qilaman, lekin agar uni ko'ngli bilan, uni xohish istagi bilan men his-hayajoni bilan ish qiladigan bo'lsam, men xato qilib qo'yaman. Men shu tomondan qat'iyroq turaman ishga nisbatan. Ming akam, ming ukammi, ming men bilan yaxshi yomonmi yoki boshqami, ayol yoki erkak nima xohlashini tushunaman, lekin men uni holatidan kelib chiqib beradigan masallig'idan ovqat qilaman. Boshqachasi yo'q. Hissiyotlar, ayni vrachda hissiyotlarga qarab ish berilish, ish qilinishi tibbiyotda juda yomon katta xatoliklarga sabab bo'lishi mumkin. Rahmat. Motivatsion qismga o'tamiz. Farzandsizlikdan qiynalayotgan oilalarga eng katta maslahatingiz? Faqat birinchi o'rinda hammasi Alloh taoligini his qilish, chunki oyatda kelyapti, biz xohlasak o'g'il berdik, xohlasak qiz berdik, xohlasak aralashtirib berdik, xohlasak bermadik. Agar shuni tan olmagan, shuni his qilmagan odam bu Allohning Qur'onda zikr etilgan gaplarga qarshi chiqqan odam bo'ladi. To'g'rimi? Bu shirk, to'g'rimi? Albatta. Shuni his qilgan odam,
Masalan keladi o'rangan, namoz o'qiydigan ayol ruhiy holati yaxshi emas, "Voy, men qara, shunaqa degan-ku." Yo'q, sen shu gapga tan olmaysan. Alloh aytgan-ku qachon berishini. Seni ham o'zingga aytilgan kuning, soating, vaqting bor. Qattiq ham gapirishga majbur, balki seni peshonangda bu narsa yo'qdir. Oldindan aytib olasan, yig'laveradi. Qo'y, tashlab yubor hammasini. Qo'y o'sha yerga ketsin. Boshqa ish qil. Hayotda farzand ko'rishdan ham boshqa yaxshi ishlar ko'p, yaxshi amallar ko'p. Samandar bilan qilgan podkastda shunaqa gaplar, zo'r gaplar aytganda, ayoliga aytganda, qarang. "Men sen bilan baxtli bo'lishim uchun shu bola kerakmi, shartmi bola?" degan. Qarang. Qancha ma'nosi bor. Ruhiy xotirjamligingizni yo'qotishingizni xohlamaganim uchun aytayapman. Ruhiy xotirjamlik, psixik ona bo'lishga tayyor emasligi va bu ruhiy va psixik tayyor bo'lmagan onada, ayolda yoki erkakda fiziologik, ya'ni tanada уже kasalliklar boshlanadi. Mening maslahatim ruhiy, psixik va fizik sog'lom hayot tarzi, sifatli turmush tarzi. O'zingizga shunaqangi doira qilingki, sizni o'zingiz xohlamasangiz hech kim sizni ko'nglingizni og'ritolmasin. Даже qaynonangiz ham, o'zingiz yaqiningiz ham, oyingiz ham. O'zingizni hayotingizni, o'zingizni dunyoyingizni quring, o'sha dunyoda maza qilib, qo'shiq aytib, lolani terib, baxtli bo'lib yashab yuravering eringiz bilan birga shu. Siz uchun umidsizlik nima? Umidsizlik bu yuzlarni ko'p ko'rganman. Bunaqa umidsizlikdagi yuzlarni bemorlarim misolida. Ayniqsa yosh katta, og'riqli mavzularda yosh katta, urug'i azospermiya holatidagi yechim bo'lmaydigan holatlari bor, og'ir darajalar bor. Yosh, chiroyli qiz kelyapti-da. 20 yoshmikan, 21 yoshmi, Samarqanddanmikan, ota-onasi bilan birga kelyapti. Ko'rsangiz, yaxshi ko'rib qolasiz. Bunaqa yomon ma'noda emas, o'zi inson bo'ladi, chiroyli ekan, va chiroyli ekan. Ko'z qarash uchun chiroyli narsalarni ko'ringlar deb bergan-ku, masalan, ko'zni. Lekin shunday qizni kelajakda baxtini topib ketishiga men bilaman, lekin unga tushuntira olmaganman. Ayta olmaganman, chunki u qizda matka rivojlanmagan, tuxumdonlar rivojlanmagan. Xullas, reproduktiv organ yo'q. Lekin yuz hammasi chiroyli. Ya'ni farzandsizlikka jiddiy to'siqlar bo'lib qoladi-da, tibbiyot ojiz bo'lgan paytlar bor. Ya'ni bitta yosh o'tkazib yuborgan. Bachadon olib tashaldi tug'ruq paytida, bachadon. 7 ta embrioni bor menda u ayolda. 2 ta o'g'ilni tug'di. Bitta o'g'ilni yashattirib berishmadi doktorlar, nimadir qilib zaharlab qo'yishdi, nimadir o'ldi bola. Bitta o'g'li bilan qoldi. Keyin tikayotganda nimadir qolib ketgan matkada yiringlashib boshlayapti, yana ochyapti og'riq. Keyin bir hafta 10 kundan keyin bachadonni olib tashlayapti. 16 yilmi, 15 yilmi namanganlik bemorimikan esimda yo'q. Da o'g'illi bo'ldi u ayol. Oldi o'g'ildi. Endi erkak yaqinda yozdi. Fayoz aka, 7 ta embrionim bor. Shu embrionimizni biza bolaga zo'r tirnoqqa zo'r bechora men bilaman qancha qiynalgan, 2 martami ekov qilgan, ikkinchi urinishda o'xshaganda. Shu embrionimizni utilizatsiyaga qilmoqchimiz. Bekorga ham pulini to'lab yuribmiz, baribir xotinim matkasi yo'q-ku, u embrionni tashib yuborsin deb aytayapti. Men umidsizlik, chorasizlik, umidsizlik. Bunaqa yuzlarni ko'p ko'rganman. Har bitta yuzda o'zini dunyosi bor, o'zini mavzusi bor. Shunaqa. Tushunarli. Biroz jiddiyroq savolim bor. Deylik, uzoq kutilgan homiladorlik. Bir oila 5 yilda homilador bo'ldi, farzand kutyapti, lekin afsuski 12-18 haftada homila nobud bo'ldi. Mana shunday oilalarga qanaqa tasalli bergan bo'lardingiz? Men bu mavzuda yuqorida ham aytdim. Agar bola Alloh beraman desa, yaqinda bitta holat bo'ldi, mana ketdi. Ayol kelyapti. Sovg'a salom bilan kelishdi. Namangan chus pichoqlari, patirni kattaligini ko'rdingiz, mashhur stolda keladi. 2 ta patir mashina ko'tarib yurmanda, asal, tog' asal bilan 5 oylik homiladorligini bilmay yurgan. Biror bir dori ichmagan, biror bir uziga bormagan. Daraxtga chiqib olma terdim deydi. Eshiklarni supurdim, osh-ovqatimni qildim, hamma ishlarni qilib, eri bilan birga bo'lib yurgan, vohimaga tushmagan, qo'rquv yo'q. Birinchi kurs lichin ham yozganman, natija bo'lmagan. 3 oydan keyin qaytib kelib, ikkinchi kursimni yozganman. Dorilarimni ichgan, ichmaganini olishga ulgurmagan. Xullas, u degan, men aytdim, bu dorilar 6 oydan keyin ham ta'sir qilishi mumkin. Deganmi, deganmiz tashab qo'ygan. Hayzi kelmaydi, endi polikistos kasallar hayzi kelmaydi-da.
5 oylik homila o'ziga ko'rinadi. Bechora yig'lab, qancha xursand. Eri doktor ekan o'zi. Eri stomatolog ekan, kim ekan? Doktor ekan. Qancha xursand bo'ladi. Boyaga aytgan narsamda Alloh beraman desa qarab o'tirmaydi. Men aytaman, yaqinda bir ayol 3-etajdan, 4-etajdan yiqilib tushibdi. Homilador ekan. Sizga o'xshagan nechadir haftalik. Kattaroq suroq ekan. Bola soppa sog'lom yuragi urib turibdi, ayolning oyog'i sinib, tazlari sinib ketgan. Mana, mo'jizami? Men aytaman, agar bola Alloh bersa, genetik sog'lom bo'lsa, samolyotdan avariya bo'lsa ham ko'p gapim faqat shuni aytaman. Samolyotdan avariya bo'lsa ham bolang yashab ketaveradi, rivojlanaveradi. Lekin bolada irsiyatida nuqson bo'lsa, qo'y, u bola tug'ilmasi kerak. Nimaga? Birinchidan jamiyatda o'zining o'rnini topa olmaydi. Ikkinchidan, ota-onasi har ko'rganda yuragida bitta pichoq suqib olaveradi, to'g'rimi? Uchinchidan, bir insonni inson hayotda bir marta keladi, bir uyga band qiladi. Nuqsonli bo'ladi. Og'ir diagnozli bolalar bor-da. Shuning uchun ham bu narsa dinda ham aytilgan. Nuqsonni oldirish tasha deb bor dinda. 3tami nechtadir mutaxassis oldir degan xulosa bersa, bolani olish kerak degan joylar bor o'zida. Nuqson bo'lsa. Agar shunaqa nuqson bo'lsa, o'zi tabiat qonuni bor. Tushadi bola, ushlab qolib bo'lmaydi. Lekin bitta yarimta o'tib ketib qoladi-da. Ana shu homilalar rivojlanishdan to'xtab qolishi mumkin. Yoki ayol agar fiziki yaxshi homiladorlikka tayyorlanmagan bo'lsa, bachadonda muammolar bo'ladigan bo'lsa, yo'ldoshda qon aylanish buzilib, yo'ldosh atrofiyaga uchrab, homilasi o'sishdan to'xtab qolishi mumkin. Eng yaxshi tasalli, sizda bir marta bo'ldimi, yo'lingiz ochiqmi, Allohdan so'rang, karam keling, yana keyingisin, balki sizga egizak peshonangiz yozilgandir. Bitta emas. 3 yoshli bola mashinada pultini anaqasini bosibdi-da, qisilib qolib, bo'g'ilib o'lib qolibdi. Bitta kasalim aytdi. Ikkita o'g'lim dedi, buvisi bilan buvasi bilan yotgan ko'mirda dedi, gazdan zaharlanib o'lib qoldi deb kelyapti-da. Do'ppilar bilan kelib kelishadi. O'g'lim dedi, o'zini o'zi bir narsa osib qo'ydi. 4 ta qizmagan bir o'g'lim bordi deb kelyapti-da. Endi 7 yosh, 8 yoshli bola, o'sha maktab chiqadigan bola, u uchun ota-ona uchun bu hech narsaga almashtirib bo'lmaydigan narsada farzand. U 7-8 yoshli bola. Demak, shuni Alloh sandan olishni xohladimi? O'sha paytda ham olishi mumkin edi. 7 yoshli paytda, 10 yoshli paytida is gazidan zaharlandi, mashina urib ketdi. Falokat. Lekin shuni 10 haftaligida yoki 20 haftaligida olib qo'ydi. Bundan yomon bo'lgan, bundan battar bo'lganda nima qilardik? Bundan yomon ham bo'lishi mumkin. Balki senga shu homiladorlik umuman umrining oxirigacha nasib qilmasligi mumkin edi. Ona bo'lish baxtini his qilding, bo'ldi. O'zingni bosib ol, yaxshi bitta tayyorlan, keyingi oydan yana harakat qil. Agar ayol fiziki, psixik sog'lom bo'lsa, bitta bola tushgandan keyin bitta hayz o'tkazib, keyingi hayzdan bemalol harakat qilsa bo'ladi. Oldingidek 1 yil saqlan, 6 oy saqlan degan narsa yo'q. Tushunarli. Endi nogiron farzand ko'rdi deylik. Nogiron farzand ko'rdi. Birinchi farzandimi? Taqdir. Keyingi farzandi sog'lom tug'ilishga umidi bormi yoki qanaqadir analiz topshirish kerakmi? Yo'q, uni analizi yo'q. Genetiklarga borishadi. Tibbiy, zamonaviy tibbiyotda shunaqa. Genetiklar uni tekshiradi-da, genetikani o'zgartirib bo'lmaydi-da. Bu siz shunaqa qolibsiz shunaqada, siz shunaqa yaraldingiz. U nima deydi? Eko qilishing kerak deydi. Men uning oldindan aytayapman. Balki genetika bu koinot hali oxirigacha tugatilmagan mavzular bor. Hozirgi holat, mana 25-yil sentyabr oyidagi holatni aytayapman. Asosan 80-90% kasalliklarning oxiri genetikaga eko bilan tugalanadi. Aynan nuqsoni bor oilalar, 4-5 martalab bolasi tushib qolgan holatlar, qarindoshlar o'rtasidagi nigohda yoki yana qanaqa misollar bor. Yoki jins qiziqtiradigan holatlarda bolani eko qildirsin. Eko sanga deyman bola bo'lish uchun emas, sog'lom bola bo'lishing kerak. Sog'lom bola bo'lmagani uchun bitta oilada nuqsonli bola tug'ildi. Qarindoshchilikda folikula tuxum hujayra turbani ichida urug'lanib o'zi ushatdi o'zi so'rilib ketdi. Chunki genlar yaqinda aka singil genida bir-biriga yaqin genlar uchrashganda, allel genlar uchrashganda letal, ya'ni halokatga olib keluvchi genlar paydo qilib bola halok bo'ladi. Ayol sezmaydi, hayz bilan birga ketaveradi. Qon ketaveradi, hayz bilan birga bola tushib ketaveradi. Ana shu holatlarda ekoda genetik tekshiradi. Ya'ni tug'iladigan bolangizni oldindan 46 xromosomini to'liq tekshirasiz va o'sha yerda sog'lomni olib matkaga qo'ysangiz 99% soppa sog'lom, oldindan jinsi ma'lum bo'lgan bola tug'iladi. Fayoz Aminovning oltin qoidasi qanday? Oltin qoida bu hayotdagi dinamikani saqlash.
bu dinamika maksimum harakat qiladiganim 6-8 soatlik uyqu rejimim. Chunki uxlamasam ertasiga men bemorlar bilan gaplasha olmayman, energiyamni chiqara olmayman. Abitgacha o'shaver, abitdan keyin charchab qolaman. Oltin qoidalarimdan yana bittasi farzandlarimni kelajagini qilishim kerak. U kelajak men ularga mol davlat qoldirish niyatim yo'q. Uy qoldirish niyatim yo'q. Hozir mana Bilol Mustafo, katta bo'lsang balki bu video internetda tursa eshitarsan. Mendan hech narsa kutmalaring. Men yaxshi o'qitaman. Yaxshi institutga kirsang, kontraktga kirsang, kontraktingni to'lab beraman. Yaxshi kadr jamiyatga yaxshi seni kadr qilib tayyorlayman. Lekin u yog'iga aravani tortib ketishing o'zingga bog'liq. Chunki meni otam bilan onam shu ishni qilgan. Meni yaxshi o'qitishdi, yaxshi tarbiyalashdi va jamiyatga foydali inson qilib shakllantirishdi. Buning uchun ulardan mingdan ming roziman va bolalarimga ham xuddi shu narsani. Kimdir aytadi, uy ol bu nima kerak? 4 ta devor, bitta spalnik bo'ldi, uxlaysan. Dang'illam uchastka qilganing bilan baribir uning ichidagi bitta spalnikga uxlaysan. 2 metr. To'g'ri. Baribir hamma ketadigan joy 4 burchak, 4 ta tuproqdagi-ku, olib keta olmaysan-ku. Masalan, o'sha narsaga pul xarajat qilguncha o'zingga investitsiya qil. O'zingga kirit o'sha narsani, ya'ni yaxshi joyda o'qi yoki bemorlarga foydasi tegadigan yaxshiroq apparat olib kel. O'sha uyda komfortini his qilmoqchi bo'lsang, uyda palon ming dollarga uy sotuvmi, kvartiraga bor. Shaharda mana bunday kvartiralar bor, to'g'rimi? Yashayver. Bir oyda zerikasan hashamatdan. Bir oyda hashamatdan zerikasiz. Pulni muzlatadigan narsa. Uni yaxshi narsalarga ishlatish kerak. Ya'ni klinikani qiling, klinikani ichidagi xodimlarning malakasini oshiring, apparatlarni kuchaytiring, diagnostikani kuchaytiring. Xodimlarning oyligini yaxshiroq qilib bersangiz, ularning muomalasi o'zgaradi bemorlar bilan. To'g'rimi? Shu narsalarga qilgan yaxshi emasmi? Men shunaqa fikrlaydigan odamman. Ha deb anaqa pulni ushlaydigan yoki boshqa narsa qilmayman hech qachon. Bolalarim ham shuni tavsiya. Asosiy qoidalarim shu. Bolalarimni yaxshi o'qitish, uxlash va maksimum toza havodan nafas olish uchun tabiatga chiqish. Maksimum. Mana shu qoidalar. Ayni daqiqalarda sizni kuzatib o'tirgan auditoriyangizga, podpischiklaringizga, bemorlaringizga aytar so'zingiz, tilaklaringiz. So'zlarimni hammasini bilishadi, ko'p aytganman. Hamisha hamma vaqt sog' bo'linglar, sarflagan vaqtingizga rozi bo'linglar. Sizlar uchun ozgina bo'lsa ham manfaatli video bo'lgan bo'lsa xursandman, qiziqroq bo'lgan bo'lsa xursandman. Nimadir qanaqadir savol yoki taklifinglar yoki kamchilikinglar bo'lsa bemalol yozaveringlar. O'qib chiqaman, bilasizlar hamma narsani. Atvet qaytarmasam ham Dildoraxon sizga ham kattagan rahmat. Sarflagan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Maza qilib suhbatlashdim. Ba'zida hech kimga ayta olmaydigan gaplaringiz yig'ilib qolgan bo'ladi. To'g'rimi? Qaysidir ma'noda bugun meni ocha oldingiz, qaysidir ma'noda esa yo'q. To'g'rimi? Shunaqa bo'lishi mumkin. Hammasini kuzatuvchilar, bemorlarimiz yoki kuzatadiganlar, bemor bo'lmaganlar ham kuzatadi meni. Bu meni 4 ta bolam bor, Fayz aka, men kasal emasman, lekin kuzataman deydi. Shular o'zi izohini berishadi. Balki keyingi safar shularni yana keyingi suhbatlarimizni to'ldirishga harakat qilaman. Juda ilmiy mavzu bo'lib ketgani uchun men rozi bo'ldim. Eldor aytgani uchun boyaga boshqacharoq narsa qilaylik. Mayli, okey deb. Mayli, hammaga foydali bo'lsa, manfaatli bo'lsa, sizlar uchun xursandman. Kam bo'lmanglar. Hamisha har doim uyingizda, xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lsin. Hech qachon yuzingizda dard ko'rmasin, qalbingizda yomonlik bo'lmasin. Har doim eng yaxshi tilaklarim sizlar uchun. Sizga ham kattakon rahmat. Mana shu grafikingizdan vaqt ajratganingiz uchun. Ayni daqiqalarda bizni kuzatayotganlarga o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz manfaatli bo'ldi. Agar podkastni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like qoldirib, qo'llab-quvvatlang. Fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin va albatta keyingi podkast mavzulari sizga qiziq bo'lsa, qandaydir mavzular qiziqtirsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz esa keyingi uchrashuvlarimizda ularga albatta javob beramiz. Unaqa. Sog' bo'ling. Xayr, sog' bo'linglar.